Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism Yegane yaratqush nomli kitobimizni o'qishni davom ettiramiz. Girish so'z. Aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amaldab qilsa yeldur. Alloh yer hikmatlaridan. İslam dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixiy davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'ulluq rol o'ynab keldi. Bu din aqidasimi ummatning moddiy va ma'naviy qurilishlarida sohalar aro ilgirlashning, taraqqiyot va gullanishning harakat mezoni, qurilma asosi bo'ldi. Xususan, bu din İslam ümmetining bir parçası bo'lgan Uyg'ur millatining diniy e'tiqod manbasi bo'lib kelgan bu 1000 yil mobaynida millatdagi har bir tabiiy kishilarning ma'naviyati, ruhiyati, kishilik va ommaviy yasham shakli, yakka va kollektiv faoliyatlari, oilaviy va ijtimoiy munosabatlari hamda davlat aloqalariga qadar yetakchi rahbari, ma'naviy turiki, energiya manbasi, ilohiy ma'rifat bulug'i bo'lib kelgan edi. Yegane yaratquchiga bo'lgan iman bu din bilan musharraflangan har bir iman egasi uchun o'ziga xos dunyo qarash, haqqoniyat, adolat va mas'uliyat qarashining yadrosi, negizi bo'lgan edi. Afsuski, islom ummati o'zining yer yuzidagi pasvonlik, rahbarlik va yetakchilik rolini yo'qotib qo'ygan, risala quyoshining porloq nuri yer yuzidan Arzulash qarab uzangan bu bir qancha 100 yillik tarixida turli sinoqlarni, qismat va mushaqqatlarni boshdan kechirdi. G'oliblik sharafiga nail bo'lishdan ko'proq mag'lubiyatning asiri bo'lishga majbur qoldi. Jumladan, Uyg'urlarmi ummatning bir parchasi bo'lish bilan bu xil tragediyalik qismatdan nasibsiz qolmadi. Ko'rayotganimizdek, bugungi kunda islomiy yetakchilik rolini qo'ldan bergan, yo'qotgan va Allohning omonatini joyida muhofazat qila olmagan millatlar ichida eng ig'ir bedel to'lagan bir xalq bor. Agar undoq deyilsa, buning tipik o'rniga O'rta Osiyo musulmon millatlarini, uning ichida Uyg'ur millatini ko'rsatib o'tishga bo'ladi. Günümüzdeki reallıqqa Allah'ın yeryüzüde yo'l qo'ygan qonuniyatlaridan o'zini o'zgartirishga yuzlanmagan millatning holini Alloh o'zgartmaydi degan prinsip bo'yicha kuzatish orqali shunday xulosa kelish mumkinki, uyg'onish, o'zgarish va yengilish shak shubhasiz mag'lubiyatga xotim berishning, asoratdan qutulishning dastlabki qadami va yagona yo'lidir. İslam ümmetining buguni hamda umum dunyo vaziyat nuqtasidan qaragan chog'imizdami Uyg'ur xalqi navbatda g'aflat uyqusidan tuzukcha uyg'onishga, o'rnidan dast turg'izadigan, bukilgan qadini tik qiladigan ma'naviy quvvatga, ruhiy energiyaga muhtoj. Shunaqla asorat kishilardan bo'shinib, parlaq kelajak qurib chiqish uchun o'zini yangidan shakllantirib chiqishga va mavjudligiga xiris bo'layotgan har turli tahdidlarga qarshi mustahkam qurolga jiddiy ehtiyoji bor. Darvaqa, günümüzde İslam ümmetiga zarur bo'layotgan xili ma'naviy ehtiyoj va ruhiy quvvat moddiy ehtiyojidan xili darajada ortib ketdi. Nisbatlashtirganimizda Uyg'urlarning bu quvvatdan oldigan nasibasining kishini ichindiradigan darajada tuvallab ketganligi, moddiy jihatdagi ojizlikka qaraganda ma'naviy jihatdagi yo'qsizligining asorat ta'sirida intayin fojialik va pala chalg'ich tushib qolganligi o'rtada. Bugungi ilmiy taraqqiyotga bo'lgan moslashish qadamimi mo'ljallanishsiz darajada asta va to'van bo'lmoqda. Mana bularning bari har birimizdan to'lanayotgan shu unumsiz bedellarning, ichinishlik mag'lubiyatlarning manbasi va bosh omilini tepib chiqib, hal qilinishini kutayotgan bo'lib, kunimizda bundoq bir majburiyat ustida bosh qotirish shar'iy nuqtadan har bir Uyg'ur uchun farz ayinga, milliy nuqtadan Uyg'urlik burchga aylanib o'tib ketdi. Şübhəsizki, bu özgürüş və yanılış basqışıda ilişki tegishlik tunji qadam ruhiy quvvatimizning manbasi, nijotlıq turiki, sunmas irodamiz və hərəkət kuchimizning katalizatori bo'lgan ilohiy aqidaga haqiqiy ma'noda qaytib kelishdir.
aqidani ruslash, e'tiqodni sog'lomlashtirish va miras xarakterini olgan e'tiqodni bilim ma'rifatga to'yingan, sog'lom asos va mustahkam tutquga bog'langan haqiqiy va cheksiz iymonga aylantirish, shuning bilan bir vaqtda do'g'lashtirib o'tilgan, burmib o'tilgan, hatto millat uchun voz kechilmas birlik manbasi bo'lish o'rniga ixtilof va gumon obyektiga aylantirib o'tilgan diniy aqidalarimiz va qimmat qarashlarimizni aslidagi sop va suzuk holatiga qaytarib kelish, javhar aqida ega bo'lib, birla tutquq atrofiga uyushish, navbatga qayta shakllanish va yangilanishning jiddiy taqozolardandir. Mohiyat jihatdan elib aytganda, aqida demak mavjudlik demakdir. Aqida demak nijotlik demakdir. Faqat sog'lom aqidalar insonga uning insonligini tanitadi. Faqat sog'lom aqidalar insonga hayotning ma'nosini, yashashdagi g'oyasini ko'rsatib beradi. İslam ümmeti hammadan avval aqidasi bilan ummatdir. Bu ummat shalliq safarlarni, olamshumul g'albalarni qo'lga keltirgan bo'lsa, ana shu to'g'ri aqida va mustahkam iymon soyasida qo'lga keltirgandir. Ajdodlarimiz aqida bilmagan shaytonga aldur deb nihoyatim to'g'ri aytgan. O'tmish musulmonlarning ro'yi qancha to'g'ri aqida va suzuk iymon bilan sug'urilib, izzat va sha'ni shavkatga to'lib yashagan mustahkam e'tiqodi turtkisida har jihatdan insoniyat karvonining boshlamchilariga aylangan bo'lsa, bugungi musulmonlarning mag'lubiyatida aqidaga bo'lgan jaholat, imoniy alovatga yo'qsizlik va bilim ma'rifat asosida shakllangan sog'lom aqidadan iborat bu buyuk tutqudan mahrumlik asosiy sabablar qatoridan o'rin egallagandir. Mana bu xil mahrumlikning ummatning ro'yiga kishan solmoqchi bo'lgan zolimlarning ishini qulaylashtirgan bo'lib, natijada mustahkam e'tiqod orqali qo'g'danmaslik zulmning, xorliqning va ruhiy qulluqning maydonga kelishiga zamin hozirlab keldi va kelmoqda. Jumladan Uyg'ur millati buning asoratlarini eng achinarli shaklda boshdan kechirmoqda, tasvirlab bo'lg'usiz ig'ir bedellarni to'lamoqda. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, payg'ambar boshchiligida o'tirib chiqqan buyuk islohotning eng avval to'g'ri aqidani barpo qilish bo'lganligi va buning tunji qadamining o'qish va bilishdan iborat bilim ma'rifat taratishdan, yagona yaratquchidan boshqa har qanday narsaga bosh egmaslik va to'g'ri e'tiqodga qaytish chaqiriqi elib berishdan boshlanganligi hammaga ma'lum. Demak, payg'ambarning tunji chaqiriqi va vazifasi bilim bilan yo'g'rilgan, qalbda cho'nqur iltiz tortgan sog'lom iymon qaytish chaqiriqi bo'lgan edi. İmani tarbiyaga ega qilish va mustahkam e'tiqod barpo qilish xizmati musulmonlar toki mavjud zolim tuzumining sirtmoqlarini buzib tashlab, jismoniy va ruhiyatini qul qilish istakidagi baliq kuchlarga qarshi qaddini tik tutadigan, asla bosh egmaydigan, qalbining hamon o'zlariga kulib boqadiganligiga, haqqoniyatning cho'qim razillik ustidan g'olib keladiganligiga chin tutadigan ruh umumlashgan qadar davom qilgan edi. Bu büyük islahat neticesinde Müslümanlarını parlaq kelajak kutib olgan edi. Ular aqidasi soyasida o'zlarining o'ttirhol va adil ummat ekanligiga ishongan bo'libla qolmay, o'zlarining yer yuzida adolatni barpo qilish mas'uliyati yuklangan ummat ekanligiga ishongan va hayotni bu ishonchni reallikka aylantirish bilan o'tkazgan edi. Albatta, bundaq bir ulug'vor g'oya va tavrinmas ruh orqasida bilim ma'rifatni asos, tushunib aqida qilishni prinsip qilgan ilohiy aqida bor bo'lib, musulmonlarni qalbiga ega qilgan iymon ana shu bilish va tushunishdan hosil bo'lgan iymon edi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qul, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'ringa tushirib qo'yadi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ltirib, kishilikni yo'qotishga, kimligini unutishga ilib boradi. Munqarizlikni tezlashtiradi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi, g'aflatdan saqlaydi, shayton janglidan qutuldiradi. Zalimning zulmidan va uning mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgaga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etadi. Ming afsus, shalliq madaniyatimizning jilosi, milliy kulturimizning yiliki, hayotimizning ma'nosi, muvaffaqiyat va g'alabalarimizning siri bo'lgan aqida yo'limizni ona tilimizda yo'ritib bergan. Ajdodlarimiz aqida qilib kelgan bu buyuk dinning mukammal aqidasini tushuntirib beradigan biror mufassal asar yo'qning o'rnida bo'lib keldi. İlmi taraqqiyot eng yuqori saviyada ilgirlab ketayotgan bu davrga kelibmi, islomning aqida nazariyasini sharhlab, millatning diniy e'tiqod xaritasini chizib bergan biror mufassal qomus qo'limizga tekkani yo'q.
Mahmud Qashqari buningdan 1000 yil avval tunji Uyg'ur dunyo xaritasini sizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumulligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xos Ajib millatning mavjudlik uluning bu barqarorligini, mangulik saodat va o'lik qimmat qarishining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni adabiylashtirish orzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmini xarid qilgan Xutatqubilik asarini taqdim etgan edi. Mana shundaq avlod qimmati yo'qolmaydigan bebaho miroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugunga yetib kelibmi, ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda Qur'on va sunnat ruhiga uyg'un, shundaqla yuksak aqliy va falsafiy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatga ehtiyojini bemalol qamday oladigan, millatning diniy tafakkur va falsafiy dunyoqarashini mavjudiyat falsafasini yo'ritib beradigan biror mufassal asarning borliqqa kelib bo'lolmaganligi kishini haqiqatan o'yga solmay turolmaydi. Bugünkidek tragediyalik qismatlarimizdan ma'lum bo'lyotdiki, biz har qitim kulturimizga qarshi shiddatli krizislarning mavjudiyatimizga, tilimizga, dinimizga va madaniyatimizga kelayotgan xiroslarning eng chong zarbasining oldi bilan aqida sistemamizga, bizni biz qilib turgan iymon e'tiqodimizga qartayotganligini, har turli besim va xiroslar oldida millatning e'tiqod qurilmasining barg'ancha chekinish va yemirilishga qarab ketayotganligi ko'z oldimizga tashlanib turadi. Bundaq chaqlarda qo'ldan berib qo'yganlarimizni to'ldirishning ko'yiga tushib, avlodlarimizning biz uchirgan qismat uchirmasligi, biz ko'rgan qabohatni ko'rmaslik uchun to'g'ri aqidaning naqadar muhimligini tunib yetamiz. Biroq e'tiqod qilib kelgan dinning aqidasini bevosita ana tilda cho'nqurlab tushunish va astoydil bilib chiqishdan diniy e'tiqodimizning haqiqatini aqliy, naqliy, falsafaviy, ilmiy bilimlar asosida tunishib chiqishdan ojiz bo'lganligimiz tufayli o'zingda yo'q, olamda yo'q tamsili kabi ilojsiz qolmoqdamiz. Yana kelib, navbatda biz yangi davr aqliyatiga bo'lib keladigan, hozirgi zamon aqliy va ilmiy tadqiqot o'lchamiga uyg'unlashgan hamda e'tiqodimizga qarshi kelayotgan har turli ideologiyalarga yuqori saviyada javob bera oladigan, shundaqla bu dinning e'tiqod sistemasini ilmiy sharhlab bera oladigan ensiklopediya qo'llanmaga, e'tiqodiy krizlarimizga chora bo'ladigan bilim xazinasiga, hayotlik safarimizda Alloh huzurini nishon qilgan bu ulug' yo'lning to'g'ri xaritasiga muhtoj bo'layotgan bu zamonda yangi asrning talab taqozzolariga loyiqlashgan mavjud krizlarga hal qiluvchi chora va chiqish yo'lini ko'rsatib bera oladigan, millatning ideya qurilishi va sog'lom tafakkur andisini barliqqa keltirish uchun amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqara oladigan layoqatli biror ilmiy qo'shing'imi ega bo'lib bo'lmayotimiz. Yegani yaratqushunamlik bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turkisida ro'yobga chiqqan, millatning bilim xazinasi kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmas bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. Ilmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chog'dimi, islom aqidasini bugungi davr insonlarga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy safosi ko'rsatilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmas bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Bo'libmi, bundaq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yobga chiqarish Uyg'urdek islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas so'klarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilab, qurib chiqishda ishga oshirilmasi bo'lmaydigan muhim xizmatlardan biridir. Shundaqla 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'nalishi asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir imonliq Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. Ushbu asar ana shundaq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozzolarining mas'uli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosi va mangulik shuari bo'lgan yagona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqliy, naqliy va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqilgan. Asarning aloyiligi va nishoni. Asarning aloyiligi va nishonini mundaq bir qator nuqtalarga markazlashtirishga bo'ladi. Birinchi, islom aqidasini xalqimizga sof va sog'lom holatda sunish. Shalloh tarix ega bu aqidalik millatga o'zining muqaddas aqidasini o'z ona tili bilan bevosita tunishib chiqish va cho'nqurlab tushunish imkoniyati yaratish.
Millatning kultur va madaniyatida eng chong tayanch bo'lg'uchi diniy aqidasiga bo'lgan tushunchisini cho'nqurlashtirish, ong sapasini o'stirish. Ikkinchi, islom dinining tub asosiy ta'limoti va ona bilimlari sanalgan islom aqidasini hozirgi davr aqliyatining taqozosi va ilmiylik talpiga uyg'un ravishda biror mazhab yoki iqimga biqinib qolmagan asosda o'rinsiz ixtilof va yova qarashlardan xoli shaklda izohlab chiqish, sap va suzuk ortida namoyon qilish. Üçüncü, sağlam ve sözlük aqidenin insan hayatında kam bo'lsa bo'lmaydigan zaruriyatlardan ekanligini ko'rsatib berish. To'rtinchi, aql va naql haqiqatlarining birlikligini yoritish. Din elib kelgan haqiqatlarga o'xshashla, bugungi zamon ilm-fan haqiqatlarining ajoyib mahoratning, yuksak farosat va puxta tadbirning mas'uli bo'lgan koinotdan iborat bu buyuk mavjudlikning yagona yaratquchisi, idora qiluvchisi borligini muayyanlashtirganligini yoritib berish. Beshinchi, diniy tafakkurni yangilash. Bu o'z navbatida dinni, diniy metodni va diniy xitobni yangilashni o'z ichiga oladi. Chunki dinni yangilash, uni asliga saf holatiga qaytarib kelish, to'xtovsiz o'zgarayotgan hamda yangilanayotgan dunyoning tabiatini tushunish, har davr va asrda shu davr kishilarining aqliyati, ong saviyasi qabul qiladigan metod qurib chiqish va bu asosda xitob qilish bu ummatning olim ulamolari, ziyolilari ustidagi mas'uliyatlarining biri. Bu xil yangilash va yangilanish hadisi islom dini muayyanlashtirgan va targ'ib qilgan xosliklardan bo'lib, Qur'on Karim bu xil xoslikni har bir qavmga shu millatning tilida so'zlaydigan, ularning ong saviyasiga munosib usul va metodda xitob va da'vat elib boradigan payg'ambarning uzilganligi haqidagi bayon orqali bishoratlasa, payg'ambar alayhissalom o'zining muborak hadis sharifi orqali yangilanish qonuniyatiga umumiylik rioya qilish kerakligi va buni umumlashtiradigan bir turkum sarxillarning har millat va har qavmda uzilmaydiganligini oldin bishorat qilgan hikmetlik bayonlarida ko'rsatib o'tgandir. Bu o'rinda Qur'ondagi muni oyat ko'rsatilgan. Qandaqli bir payg'ambarni avatmayli, uni biz o'z qavmiga bayon qilish uchun qavmning tilida so'zlaydigan qilib avatdik. İbrahim surasi 4-oyat. Allah her 100 yilning beshida bu ummatga ularning dinini yanglaydiganlarni avatidi. Abu Davud 4291-hadis. İmam Suyuti bu hadisni sahihligiga hadis olimlari birlik kelgan deb muayyanlashtirgan. Bu ilmni har bir asrda shu davrning ishonchli kishilari muhofazat qilib turadi. Ular bu ilmdan oshqunlarning burumlashlarini, sapsatishlarning singdirmalarini va jaholat egilarining jo'ylimlarini tozalaydi. İmam Bayhaqi rivoyat qilgan. Shayx Albani bu hadisni sahih deb muayyanlashtirgan. 6. Aqida ilmini yangilash. Chunki aqida ilmi dinning ul bilimidir. Bu ilmning vazifasi diniy aqidalarni izohlash, sabitlikni qo'g'dash va aqidaga doir shubhalarga radiya berishdir. Davrlar yangilanadi. Har davrning o'ziga xos masalalari bo'ladi. İnsaniyat tarixi materializmning ko'lamlashish va tarqalish jihatlarida bu qadar yuqori pallaga ko'tarilgan davriga shohid bo'lmagan desak ortiq ketmaydi. Bo'libmi, g'arb dunyosidan sharqqa qarab eqib kelayotgan, islom dunyosida ma'lum jihatdan yamrash darajasiga borgan yangi zamon atizm harakati har tarafdan insoniyat bilim taraqqiyotining yuqori pallasi bo'lgan ilm-fanni dalda qilgan holda xudosizlik va dinsizlik mavqalarini go'yo bir ilmiy mavqa sifatida ko'rsatishga urinsa, yana bir tarafdan din, falsafa, ilm-fan munosabatlarini qarama-qarshilashtirib, ilm-fanni din o'rniga, hatto tangri o'rniga dastishga urinayotdi. Diniy haqiqatlarning ilm-fan bilan aloqasi yo'qligini, hatto ilm-fan javob berishga ojiz keladiganligi har qanday narsaning sapsatligini jar solayotdi. Bundaq bir passiv va radikal mavqe oldida shubhasizki, aqida ilmi yangi qurilma bilan o'tirg'i chiqishi o'zining tarixiy vazifasini o'rganishi lozim. Bu nuqta asos qilingan chog'da nuqul Uyg'ur ilm sohasida emas, balki butkul islom dunyosida aqida ilmini yangilashga, bugungi ilmiy taraqqiyotga mos qadamda Qur'on va sunnat ruhini markaz qilgan qurilma falsafaviy va ilmiy jihatlardan yangilangan kalom ilmiga, ya'ni islom aqida ilmiga ehtiyoj bor. 7. İlmiy tafakkurni yangilash. Dinning rolini hamda aql va ilm-fanning rolini muayyanlashtirish. Har biriga tegishli pozitsiya tutish. Chunki bizning mavqeimizda diniy aqida bilan aql va uning mahsuli bo'lgan ilm-fan haqiqatlari orasida to'qinishning bo'lishi mumkin emas.
Kainat hadislari va uning qonuniyat mexanizmlarining bo'lishi bilan uni yaratgan yaratquchining bo'lishi o'rtasida, shundaqla uning qandoq jarayonlar asosida mavjud bo'lganligini bilish bilan uning bir g'oya va maqsad asosida borliq kelganligi o'rtasida zidlik yo'qdir. Aqidadagi xurofotliklarga, ideyadagi tushkunlik va umidsizliklarga xotim berish, islom ma'rifati orqali xalqning ma'naviy va ruhiy kuchini qaytarib kelish, ideyaviy uyg'onish, qaytadan shakllanish va yangilanış qadamini tizlashtirish. 9. Diniy da'vat yo'nalishini navbatdagi tarjimchilik bosqichidan mustaqil tadqiq qilish, kitob tuzish, ratlash va tahqiqlash bosqichiga ko'tarish. Diniy ma'arif va da'vat tashviqot xizmatini yanada yuqori saviyaga elib chiqib, ilmiy va amaliy jihatdan ilg'or metodga ega qilish va yuzlandirish. 10. İslamiyetning diniy va ilmiy meroslarini, qimmat qarashlarini bu asrda qaytadan jilolatish, ilmiy va madaniy jihatdagi ul asosimizning mohiyati va xarakterini echib berish, ideyaviy islohot harakatini qanotlaydirish. Asar kimlarga xitob qiladi? Bu asar tövəndəki 6 xil qatlamğa təbə hər bir aql egisiga alayda xitob qiladi. Ular: 1. Tug'ma iman bosqichidan bilim ma'rifat to'yingan yuksak iman martabasiga ko'tarilish istigida bo'layotgan har bir dindor. 2. Mavjudlik haqiqatlariga bir taraflama qarab qolgan yoki yaratquchining qudrati va ulug'ligini ilm asosida emas, qarig'larcha gungulik bilan tasavvur qilib olgan har bir dindor. 3. Ma'lum omillar ta'sirida dinga bo'lgan tushunchasi oddiy, aqida ilmiga bo'lgan tunishi yuzaki va xudo haqidagi tushunchasi tuvan holatga har bir dindor. 4. Aql va ilm-fan haqiqatlariga bo'lgan tunishi yuzaki, din bilan aql munosabatining zidligiga ishonib qolgan, ilm-fanning koinot kitobini o'qish orqali din ilib kelgan haqiqatlarning cho'nqilab tushunish imkoniyati hozirlay oladiganiga, uning insoniyat bilim ma'rifat xazinasini yanada keng tafsilotlar bilan ta'minlaydiganiga gumon bilan qaraydigan har bir dindor. 5. Diniy aqidaning faqatla miros xarakterida yetib kelgan va tadrijiy shakllanib qolgan qimmat qarashdan boshqa narsa emasligiga, iman aqidaning biror aqliy yoki falsafiy yoki ilmiy jihatlardan mazmut, dalil va puxta asoslarga ega emasligiga ishonib qolgan va bu sababli dinga faxrlanish nazarida emas, xudokshtirish nazarida qarab qolayotgan dindorlar. 6. Materialistik ma'arif tuzumi yoki materializm tashviqotlar va shu asosda tiklangan dunyo qarash ta'sirida atizm safsatlarini paktib o'ylab qolgan, iman haqiqatlarini paktib dayanmagan yoki paktib deb tushunib qolgan yoki shundoq da'voda bo'layotgan har bir ateist yoki gumonist. Asarning qurilmasi. Ushbu asar bir muqaddima, 4 qism va bir xotimdan tarkib topgan bo'lib, muqaddimadan boshlab xotimigacha bo'lgan har bir bo'lak ayrim-ayrim holda boblarga, cho'ng-kichik tarmoq temalarga ayrilgan. Muqaddima qismida aqida ilmidan iborat bu cho'ng sohaga kirishda so'rur va oldin oydinlashtirilishga tegishli bo'lgan bir qator muhim temalarga yo'ritim berilgan. Uningda dinning insoniyat tarixi tutgan o'rni, dinning manbasi, insoniyatning dinga bo'lgan ehtiyoji va bu ehtiyojni o'ttirib olib chiqqan omillar, din va aqida qatorliq hukmlarning islom aqida ilmidagi ma'nosi, islomda naql va aqlning munosabati, aqidaning shariat va axloq bilan bo'lgan munosabati, islom aqidasining manbasi hamda uningdan boshqa aqidalardan farqlanadigan xususiyat va alohidaliklari bayon qilinadi. Shundaqla islom tarixida aqida ilmi sohasida mu'tabar sanalgan vakil xarakterlik asarlar tanishtiriladi. Muqaddimadan keyin ilohiyat masalalari so'zlanadi. Birinchi qism 3 bobni o'z ichiga oladi. Bu qismda mavjudlikdagi eng buyuk haqiqat bo'lgan yagona Allohning islomdagi obrazi, mavjudlik haqida tushunchalar, Allohning tunishning yo'li va ahamiyati, dalil isbot va uning turlari haqida tushuncha qatorliq mazmunlar bayon qilinadi. Allohning mavjudligiga doir dalillar alohidligi va xarakteriga ko'ra aqliy va naqliy deb ikki cho'ng turga ayrilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi qismlar mushu kategoriya bo'yicha bo'linadi. Ikkinchi qism aqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, ikki bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda mavjudiyat dalili, ikkinchi bobda koinot dalili so'zlanadi. Uchinchi qism naqliy dalillar kategoriyasini markaz qilgan bo'lib, bu qism jami 4 bobni o'z ichiga oladi. Birinchi bobda yaratilish dalili, ikkinchi bobda intizom dalili, uchinchi bobda maqsad g'oya dalili, to'rtinchi bobda fitrat dalili so'zlanadi. To'rtinchi qismda Allohning borligi haqidagi aqliy, naqliy va ilmiy asoslardan natijalangan buyuk haqiqatlardan biri bo'lgan uning yakkagonaligi va uning dalillari so'zlanadi.
Bu qism ikki babni o'z ichiga oladi. Birinci babda Allah'ın yekiganlığı meselenin aqli ve naqli asosları so'zlansa, ikkinchi babda islom aqidasining negizi ve cevheri bo'lgan tavhid aqidasi bayon qilinadi. Xotim qismida asarda tadqiq qilingan va yoritilgan mazmunlarning umum xulosasi bayon qilinadi. Bu asar Faciye İslam Tadqiqat Merkezi tarafından tadqiqat planına kirgizilishi, shunaqla birodarim Dr. Abdulaziz Rahmetullah'ның ilmiy jihatdan bevosita yetakchilik qilishi, tahrirlik xizmatini bir qo'lliq olib berishi hamda kerakli imkoniyat va ilmiy tadqiqot muhiti hazırlashga kuch chiqarish natijasida 4 yildan ortiq vaqt sarf qilinib bitib chiqdi. Kemini bu munosabat bilan Dr. Abdulazizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Allohdan Dr. Abdulaziz va oilasiga ikki dunyolik baxt saodat tilayman. Shuningdek, asarning xalqimiz bilan yuz ko'rishishida o'zining har turli moddiy va ma'naviy ne'matlarini aymagan qarindoshlarga, qo'llab-quvvatlagan do'st-yaradlarga tashakkurimni bildiraman. Jumladan bu xizmatimda menga yaqinda yerlikda bo'lgan, qo'llagan turmushning har turli sinoq va qismatlarida men bilan sabdosh, taqdirdosh bo'lish bilan menga madad va ilhom bergan farzandlarimning onasiga rahmat aytaman. Allah'tan bu emgikimni salih amellerim qatarida öz dergahida maqbul qilishini musulmon ummatga jumladan xalqimga manfaatlik va xayrli qilib berishini tilayman. Hurmat bilan Yar Muhammad Jaloliddin. Hijriya 1439-yili Shavvolning 1-kuni. Milodiya 2018-yili 15-iyun. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. Muqaddima. İslam aqidasi haqida. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jami mediya bizni dinsizlik va aqidasizlik patqoqlaridan chiqarib, marhamati va kuyinishi bilan hidoyat yo'liga solgan, o'zini tonish va o'ziga qulchilik ko'rsatish imkoniyati ato qilib, haq yo'lida yurishga muyassar qilgan Alloh taologa bo'lsin. Allah'ның rahmeti ve salimi iki dünya serdari, peygamberler hatimisi ve rahmet peygamberi bulgan yolbaşçımız Muhammed aleyhisselamga, hem de o zatның aile təvələrgə, hürmetlik sahabelərgə, şundaqla o zatның yolunda yürgen ve kıyametki kadar onun yoluğa samimiyet bilen ergeçkellerge bulsun. İslam aqidasi insaniyet tarixida samavi din sübtida o'ttirg'i chiqqan barliq dinlarning hatimisi bo'lgan bir mukammal dinning aqidasidir. İnsanlarning to'g'ri yo'lda yurishi va ularning baxt saodatli hayotda yashashini iroda qilgan Janobi Alloh bu dinning aqidasini bayon qilish va izohlashni o'ziga ustiga olgan. Buni muborak kitobi Qur'on Karim va payg'ambar Muhammad alayhissalomning sahih hadislari orqali tushuntirishga kepil bo'lgan bo'lib, islom dinining asosi uli va yadrosi mana bu islom aqidasida gavlangandir. İslam aqidasi mavjudlikning eng chigish nuqtalarini yechib beradigan, insonga hayotlik va o'limning sir asrorlarini izohlab beradigan birdan-bir haqiqatlar majmuasi. U insonga nima uchun opirda bo'lganligini, qayerdan kelganligini va nima uchun bu zamonda mavjud ekanligini tunutib qolmay, yana uning bu olamdagi o'rni, roli, vazifasi, g'oyasi va kelajagi haqida qanoatlanarli tushunchalarni beradi. Şuna o qandaqdır samavi dinlar işide İslam dini namı bilan birdilla o'tirib chiqib qolgan yoki Muhammad alayhissalom yangidan paydo qilgan aqida emas. Balki u Alloh taolo tarafidan elchi va yetakchi qilib avatilgan hamma payg'ambarlar chaqiriq qilgan o'zgartish va bo'rimlashlar aralashib qilishdan avvalgi samaviy kitoblarning hammasi birdek ta'kidlab kelgan eng sop va eng meg'izliq aqidadir. U shundaq aqidadirki, davrlarning almishishi, zamonlarning o'tishi va asrlarning yangilanib turishidan qat'iy nazar qilchi o'zgarib qolmaydi. Shundaqla birovlarning taraqqiy qildirishi yoki o'zgartishiga ehtiyoji bo'lmaydi. Balki bu aqida bu xil ishlarga yo'l qoldirmagan va yo'l qoldirmaydigan mangulik haqiqatlar jamgohidir. İslam aqidasi inson bilan Alloh orasini eng to'g'ri shaklda tutashtiruvchi, insonga uning insonlik majburiyatini va vazifasini to'nituvchi, uning dunyolik hayotdagi rolini, qimmatini va mas'uliyatini bildiruvchi hamda uning kelajakda oqibati haqida aniq g'oya va nishonga ega qiluvchi aqidadir. U o'zining yuqoridagi aloyiliklari bilan yagona haqiqatlar majmuasi bo'lishida xoslikni saqlab kelgan va bu xoslik asosida davom qilib kelmoqda. U o'zidan ilgari kelgan samaviy dinlarning o'zgartirishidan burunqi ilohiy chaqiriqni zaminda qayta boshqa turgizgan.
Dünya bina bolgandan buyan insanlarga ta'lim bergüçi ve agahlandırgıç bolup kelgen ilahi yetekçilikning haqiqatini namoyon qilgan aqidadir. U bu xil xarakteri asosida samoviy dinlardagi o'zgartirilgan aqidalar, samoviy bo'lmagan dinlardagi e'tiqodiy oshqunlik va bu oshqun e'tiqodga yondirish maydoniga kelgan ibodat jihatga xurofotliklarga qarshi e'lon qilib keldi. Ulardaki xato ideyalar, xurafiy an'analar, azg'un e'tiqodlarning hammasiga dalil isbotlar asosida qarshi turib, azg'un va xato deb qaralgan barliq taraflarga tuzish berdi. Buning o'rniga sop va pokiza bo'lgan, aqlg'imi, reallikqami va tarixiy haqiqatlarga uyg'un bo'lgan o'zgacha mukammal bir aqida sistemasini, to'g'ri aqida ta'limotini taqdim qildi. U yana insonni insonga yoki insondan o'zga bir jonliq yoki jonsiz shayga cho'qinishdan, qulluq ko'rsatishdan va asir bo'lishdan qutqizuvchi, ozod qiluvchi erkinlik dinining aqidasidir. Darvaqa bu aqida insonga mavjudotdagi barliq shaylarni o'ziga o'xshash maxluq sifatida qarashni, ularga cho'qinish yoki ko'zga ilmas nazar bilan emas, ibrat va aql farosat nazar bilan qarashni ta'lim beradi. Shuningdek bu aql insoniy tabiatga sog'lom aqlga uyg'un keladigan mukammal aqidadir. U o'zining xitob obyektini ma'lum to'pqa, ma'lum millatga, ma'lum xalqqa yoki ma'lum jinsga qaratgan bo'lmasdan, balki butun insoniyatga o'rtaq qaratgandir. Muhammad alayhissalomdan iborat ushbu aqidani dunyoga zakarlagan zotning faqat musulmonlarga emas, balki butun olamga rahmat qilib avatilganlik bilan ta'riflanishimi bu aqidaning har bir insonning aqidasi bo'lishga munosib kuch ekanligining ifodasidir albatta. İslam aqidasi yana asrlar mobaynida aqidaning sofligi va suzukligiga dog' tushirguchi sherik aqidachilikka, bandichilikda avj olgan aqida va ibodat xurofot qatorliqlarga keskin inkos bildirgan. U insonga mavjudligi ikkinchi bir kuchga, ikkinchi bir borliq va qudratga muhtoj bo'lgan jami' narsalarga cho'qinishdan voz kechishga, yagona qudrat, yagona ilohlik va yagona saltanat egasi bo'lgan bo'y egishga, qulchilik ko'rsatishga va ibodat qilishga eng haqli bo'lgan Alloh taologa aqida qilishga chaqiradi. Shundaqla sheriki, yordamchisi, balasi bo'lish yoki ayoldan hamroh tutishdek ilohlikning va xudolikning sha'niga zid kelgan barliq sifatlardan pok va muqaddas bo'lgan yagona zotga bandachilik qilishni tashabbus qiladi. Darhaqiqat aqidaning kishilik hayotga hamda ijtimoiy turmushga ko'rsatadigan roli va ta'siri sal qarog'usiz darajada muhim. Shundaqla bu bir munozir talab qiluvsiz masala. Növbətdə məzkur aqidəni 1000 yil davamida özünün hayat yolu və nicat yolçusu qılıb gələn musulmanlar, bulubmu Uyğur musulmanları üçün İslam dinindən ibarat bu haq dininin aqidevi yönəlişinin başqa heç qandaq din yoki ideologiya sistemasi tapqıl bolmaydigan büyük və nadir qimmatlarga boy mukammal bir aqida sistemasi ekanligini tafsili tonish zaruriyati və yüksək bilim safa asosida aqidani o'stirish ta'xirsiz masalaga aylandi. Bu munosabat bilan navbatdagi muqaddimamiz orqali din, aqida, e'tiqod qatorliq nozik temalarni o'z ichiga olgan asosiy tushunchalar, diniy hukmlar tuzitish va oydinlashtirish kerak bo'lgan zarur masalalar haqidagi bir qator izlanish va tadqiqotlarni davr aqliyati va ehtiyojiga munosib shaklda bayon qilish bilan kitobimizga kirib ketmoqchimiz. Tarix va din. Din insoniyat tarixida har qanday bir millat yoki qavm va yoki ma'lum insonlar to'p ichida ularning tipi, irqi va jinsining har xil bo'lishiga qaramay, ular orasida ma'naviy qimmat va ruhiy ozuq sifatida yer olgan muhim elementlar jumlasidandir. Tarix betini varaqlaydigan bo'lsak, qadimdan tortib toki hozirga qadar insonlarning oddiylikdan murakkablikka, ibtidoiylikdan taraqqiylashan jamiyatga qarab ilgarilayotgan bu yasham tarixida mayli bir xudolik aqidasini asos qilgan bo'lsin yoki ko'p xudolik aqidasini asos qilgan bo'lsin, ularning har xil dinlarga, turli e'tiqodiy masalalarga, shundoqla farqli diniy mazhablarga ayrilganligidek reallikni uchirtimiz. Masalan, qadimda hayvonotlarga, uchar qushlarga, dal-daraxtlarga, o't ateşlarga, heykellarga, Qur'on toshlarga, quyosh va yulduzlarga cho'qinadigan millatlar o'tganligi ma'lum. Hatto tarixda o'z irqidan sanaladigan odamlarga va o'z qo'zi bilan yasab chiqqan butlarga cho'qinish odatlarimi ig'ir darajada mavjud bo'lib, bularning hozir davriga qadar davomlashib kelayotganlari ichida hayvonotlarga, butlarga va shaxslarga cho'qinishni asos qiladigan dinlar bakrak ko'zga chiliqadi.
Şunisi muqarrarki, din insonlar hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan ma'naviy qimmat, ruhiy kuch va uzuqdir. Mayli u din bizning tasqimimizda to'g'ri yoki xato deb qaralgan bo'lishidan qat'iy nazar, insonlarning tug'ma sog'lom engi, sap tabiati ularga odam bolasining hammaga qodir bo'la olmaydiganligini, o'zi va o'zi yashayotgan koinotdagi jami mavjudotdan har vaqt ustun turadigan yuksak va qudratli bir kuchga muhtoj ekanligini hamisha eslatib turadi. Din bilan inson orasidagi munosabat tarix mobaynida izchil holda o'zaro hamrohlik, yetaklash va yetaklanish, әгішіш və əqidə qilish asasida rəngarəng tös və hər xil nam ataqlarda mövcud olub gəldi. Bu bizga dindarlıqның insanlarının tug'ma tabiatida bar bo'lgan asli narsa ekanligini, dinsizlikning kalkundi va keyin yomg'irgan vabo ekanligini uqtirib berdi. Mutafakkir olim Abdurrahman Abannaka al-Maydani aytgandek, navoda biz insoniyatning oxirida bo'lishini tortib, toki davrimizgacha bo'lgan jarayonga nazar tashlaydigan bo'lsak, sog'lom aql va suzuk ong bilan yashaganligi kishi garchi hayotining ma'lum mezgillarida bir qism gumon va savollar bilan tang'irqab qolsa-mu, koinotning yo'nalishini va boshqarishini o'z ilkiga tutib kelayotgan bir kuchning mavjudligiga e'tiqod qilmay, bu olamdan xo'shlashmagan. Miladiyaning dastlabki asrlarida yashagan greklarning buyuk tarixchilaridan Plutarkning Munus mashhur so'zimi tarixda dinning insonlar hayotida naqadar muhim o'rinda turib kelganligini tushuntirib beradi. Tarixda qal'asiz shaharlar, qasrsiz, qo'rg'onsiz va imoratlarsiz yurt shahar bo'lmagan. Ammo shuncha uzun tarix mobaynida ibodatgohsiz biror yurt yoki shahar mavjud bo'lgan emas. Atoqli fransuz faylasuf Henri Bergson bu nuqtani ta'kidlab bundoq deydi. Darhaqiqat ilm-fandan bexabar, san'ati va falsafasi yo'q xalq mavjud bo'lib boqqan bo'lsa-mu, ammo dini yo'q insonlar to'pi mavjud bo'lib boqmagan. Mana bu haqiqat Qur'on Karimda o'tirib qo'yilgan bo'lib, Qur'on bu haqda xabar berib bundoq deydi. Qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga ogohlantirg'ich avatilgandir. Fatir surasi 24-oyat. Doktor Ömer ibn Abdulaziz al-Qurayshi yuqorqi oyat ustida to'xtalib bundoq deydi. İnsan hər vaqt imanğa, dinğa və dini aqidaga muhtoj. Chunki din hayotning muhim zaruriyatlari va ehtiyojlari jumlasidandir. İnsan hech qachon yaratquchiga ishonish va uning qo'lchilik ko'rsatishdan bejat bo'la olgan emas. Shuningmi inson oxirida bo'lgandan tortib yer yuzida e'tiqod va dindan xoli biror millat yoki xalq mavjud bo'lgani yo'q. Mana bu Allah Taalaning qandaqli bir ummat bo'lmasin, uningga ogohlantiruvchi avatilgandir degan so'zining amaliyatidir. Oyatdagi ogohlantiruvchi degan so'z orqali payg'ambarlar, elchilar va payg'ambarlarning ilmini miros qilib olgan ulamolar ko'rsatilgan bo'lib, ular ummatni Allohga kufrlik qilishning, Allohning kitoblarini, elchilarini va ular elib kelgan shariatlarni inkor qilishning oqibatidan ogohlantirdi. Ularni yaratquchiga sherik keltirish, uningga osiylik qilish va uning payg'ambarlarga xiyonat qilish qatorliq jinoyatlarning elib keladigan xatarlaridan ogohlantirdi. Shundaqla ularni axloqiy chiriklikdan kelib chiqadigan zulm, yomonlik va buzuqchiliklardan to'sidi. Demak, din umumiylik holda insonlar hayotining ayrilmas ma'naviy parchasi sifatida ular bilan birlikda izchil davr surib kelgan bo'lsa, dinsizlik va xudosizlik insonlar tarixida tilga ilinishga arzigulik darajada ahamiyatga erishalmagan va diqqat tortolmagan. Hatto xudosizlik hodisasi benormal hodisa sifatida qaralib kelgan. Xuddi ko'p xudolik hodisasi turli omillar ta'sirida bir xudolik aqidasidan keyin o'tirg'i chiqqaniga o'xshashla, dinsizlikmi aslida ma'lum bir dinga aqida qilishdek tabiiy jarayonga so'qinib kirgan edi. Bu nuqtadan dinsizlikni yer yuzida keyin paydo bo'lgan hodisa yoki sog'lom ruhga qo'ngan bir turlik o'sma deb aytish mumkin. Plutarkning tarixga qaratgan yuqori qavasidan bu nuqtalarni his qilib yetish tamoman mumkin albatta. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism yagona yaratquchi. Davomi. Din insonlar taraqqiyotining mahsuli emas. Samoviy din ahli shuningdek birdek ittifoqki, dinning manbasi koinot va uningdagi barliq mahsulotni yaratgan. Hamda koinotni o'zligida xohlagancha idora qilish qodir, yuksak bir kuchga iborat taqiladi.
Bu şu mədindəki Pərverdigar dinini özünün xalığan bəndələrə vəhiy qilish orqali insoniyatning to'g'ri yo'lda yurishi, dunyolik va oxiratda baxt saodatga erishish uchun nozil qilgandir. Din qandaqdir insonlar tarafidan ijod qilingan, ular hissiy yoki moddiy turtkilar ta'sirida o'z-o'ziga taskin topqizish uchun paydo qilib olgan yoki ba'zi sinfiy kuchlar tarafidan oddiy avomni idora qilish uchun o'ydirib chiqarilgan narsa emas. Balki u inson o'z qadamini zamin yuziga takkizish bilan tang mavjud bo'lib kelayotgan ilohiy bekitmadan iborat. Materializmchilar, dinsiz faylasuflar, ateist mutafakkur va jamiyatshunoslardan tarqib topgan bir turkum tadqiqotchilar nazarida din insonlar taraqqiyotining natijasi. Dindarlik bo'lsa insonlar taraqqiyot jarayonida barliq kelgan turli xudochilik ideallari taraqqiyotining mas'uli bo'lib, ibtidoiy jamiyat insonlarda iloh haqida e'tiqod bo'lgan emas. Ularning qarashicha, insonning dinga va diniy aqidalarga e'tiqod qilishiga turtki bo'lgan omillar ibtidoiy davrni bo'ylab tadrijiy yuksalgan. İbtidai insonlar ana shu omillar va hodisalarning turtkisida dinning barliqqa kelishiga asos solg'uvchilardir. Ularcha bo'lganda dinning kelish manbasi insonlarning o'zlaridir. Bu xil mafkuraga ko'ra din va ilohiyat masalalari o'tmishdagilarning keyingilarga qoldirgan ijodiy merosidan iborat. Amaliyotda dinning manbasini insonlarga bog'lab, uni insonlar taraqqiyotining mahsuli deb qarag'uvchilarning ko'p qismi dinni inkor qiluvchi dahriy faylasuflar va dinsiz jamiyatshunoslardir. Ular garchi insonlarning diniga e'tiqod qilish jarayoni haqidagi tafsilotlarda o'rtaq fikrda bo'lmagan bo'lsa-mu, masalaga natija e'tibori bilan qaragan vaqtda ularning yetmoqchi bo'lgan nuqtasida din insonlarning ijodiyati degandan iborat bir o'rtaqlik saqlanib kelgan. Mazkur qarashdagilar o'ttirib qo'ygan insonlarning taraqqiyot jarayoni haqidagi tushuntirishlari, izohat va ma'lumotlarga kelsak, ularning hech biri ilmiy faktga asoslanmagan. Hammasi degidek farazga tayangan bo'lib, bu xil da'volar amaliyotda ilmiy tarozida jang o'ltirmaydigan, putirab turilmaydigan da'volardir. Ularning din tarixi haqidagi tushuntirishlarida turli arxeologik va geologik taxminlarni ilmiy fakt o'rnida suiiste'mol qilishi, bo'libmi bu xil farazga tayangan natijalarning doim ilmiylikdan, dalil isbotdan so'z ochilgan dinsizlik tashabbuschilari tomonidan haqiqatchil ideya sifatida tashviq qilinishi, yana kelib bularning hammasining ularning ta'virlanmas aqidasiga aylanib qolishi kishining ta'ajjubini qo'zg'amay turolmaydi. Amaliyotda dinsizlarning dinning barliqqa kelish tarixiga munosabatli bayonlarida ibtidoiy jamiyat haqidagi qarashlarni asos qilib olishi, boshqalarni din va dindarlikning insonning o'z ijodiy va mahsul ekanligiga qoyil qilish uchun topgan dastikidir. Dinning insonlar taraqqiyotining mahsuli ekanligi haqidagi qarashlari milodiy 19-asrda g'arbda davr surgan ijtimoiy taraqqiyotchilik iqimidagilar tomonidan o'tirib qo'yilganligi bilan mashhurdir. Mazkur aqimdagilarning asosiy vakillarini tilga olish to'g'ri kelsa, g'arbning dinshunoslik va jamiyatshunoslik sohalarida ko'z ko'ringan olim va faylasuflardan Spencer, Taylor, Fraser va Emil Durkheim qatorliqlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Ijtimoiy taraqqiyotchilik iqimini asosiy yo'nalish qilganlar dinning insonlar tarixida qaysi xil taraqqiyot bosqichlarini boshdan o'tkazganligi haqida bergan sharhlarida farqli farazlarni o'tirib qo'yishdi. Masalan, ulardan ba'zilari dinning kelish manbasini qadimki to'g'risizlikka bog'lasa, yana ba'zilari o'z qarshini insonlarning ibtidoiy jamiyatga tabiat ta'sirini olgan ichki ta'sirotlarga bog'lash orqali isbotlamoqchi bo'lishdi. Uningdan boshqa insonning go'zallik va sevgi haqidagi tuyg'ularini dinning manbasi qilganlarmi, har xil ichki va tashqi hodisalar, turli sabab omillarning insonlarning dindan iborat bu ruhiy tuyruqni barliqqa keltirishiga asos bo'lganligini da'vo qilganlar bor. Yana texi dinning barliqqa kelishi va turlarga ayrilishi haqidagi bosqichlarni insonlarning ilm-fan va sanoat taraqqiyotiga taqqoslash orqali aslida dinning yo'qligidan tadrijiy shaklda barliqqa kelganligini, ondan borg'ancha taraqqiy qilib kunimizga olib kelganligini da'vo qilganlarmi yo'q emas. Xulosalaganda, ular bu xil asoslarning hammasini din ijtimoiy hadisdan iborat yoki dinni inson ijod qilgan degan bir jumlaga yig'inchoqlash orqali dinning manbasining inson emas, Xudo ekanligini inkor qilmoqchi bo'lishdi. Mana bularning hammasi keskin faktlarga tayanib chiqarilgan emas, balki taxminiy qarashlarni manba qilgan hukmlardir.
Hatta bu ilim-fan sohasida shu sohaning o'z mutaxassislari orasidami hamma qoyil bo'lgan o'rtaq fikrga aylanolmagan bir ideya bo'lib, ilmiy o'lchamga asoslangan vaqtimizda bu xil qarashlarning hammasining ilmiy nuqtadan vazni bor deyishga darisi to'shmaydiganligini ko'rib yetalaymiz. Ma'lumki, ibtidoiy insonlar haqidagi tadqiqotlar ilmiy sohada keskin va aniq asosga ega tadqiqotlar jumlasidan sanalmaydi. Chunki bu soha taxminiy ma'lumotlar va subyektiv omillarni dalillashga ehtiyojli farazlardan asos qilib turib tadqiq qiladigan soha bo'lib, bu xil shaklda elib berilayotgan tadqiqotlar nishon va g'oya jihatlardan ko'plagan xatoliklarga yo'l qo'yishdan saqlana olgan emas. Şuna ibtidoiy jamiyat haqidagi tadqiqot obyektlarining aniq natijalarga erishishi mumkin bo'lmaydigan doira ekanligini ilm-fanning o'zimi e'tirof qilgan va buning ilm-fanning xizmat doirasidan tashqari sanalganligini muayyanlashtirgan. Garchi mazkur sohaning keskin kasb ahllari ilm-fan nomidagi har xil taxminga tayangan faraz va ma'lumotlarni o'tirib qo'yayotgan bo'lsa-mu, bu xil faraz va ma'lumotlarni texnik ilm-fanda rasmiy mavqe va o'rin tiklagan deb ketgan bo'lmaydi. Bo'libmi dinning barliqqa kelish tarixi haqidagi tadqiqotlarda texmi shundaq. Chunki olimlar muayyanlashtirgandek tashqarilar davri va uningdan ilgirki davrlarda bayqalgan qadimiy yodgorliklar haqidagi sirlarning tegi va mohiyati bizga texnicha noma'lum. Buningga cho'nqurlab cho'kishning yo'li yana shu taxminlarga ergashish va farazlarga tayanishdan boshqa narsa bo'lgani yo'q. Tövendeki aqliy va ilmiy bayonlar din insonlar taraqqiyotining mas'uli degan qarashning safsati ekanligini muayyanlashtirishga yetarlik bo'lib, bu vaqtdagi da'volarga tövendekicha javob beramiz. Birinchi, oydinlashtirilish muhim bo'lgan nuqta shuki, insonlarning dastlabki dinga e'tiqod qilish tarixini madaniy turmushdan ayrilgan qaloq millatlarning diniy e'tiqodiga munosabatli asar atiqalar orqali isbotlashga urinish, dalillash metodidagi xatolik va ilmiy jihatdan bir turlik fojiadir. Chunki tadqiqotlarga asoslanganda shu dindor deb qaralgan ibtidoiy millatlarning shu davrga yetib kelishi uchun yana bir qanchilgan davrlarni besib o'tganligi ma'lum. Tadqiqotchi olim, tarixshunos Hofding aytgandek, dinlar tarixi haqidagi bu xil taxminiy yakunlarni dinning paydo bo'lish masalasini hal qilishga asosiy tayanch qilish ilmiylikdan to'liq yiroq. Chunki tarix bizga shu xil ibtidoiy jamiyatning ma'lum mezgilda qanday shakllanganligini isbotlab berishga ojizlik qiladi. Tarixiy yodgorliklarning bizga eng cho'ng qilib beradigan ishi burun yoki keyin maydonga kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, har xil dinlarning shakllari haqidagi zanjirsimon usullar bo'ladi xolos. Yana kelib buni isbotlash shunchalik qiyinki, biz biladigan qadimki insonlar qabilasimi yana nurg'un davrlarni o'xshamagan va uzun so'zlagan tarixiy taraqqiyot bosqichlarini besib o'tgan. Ikkinchi, dinning taraqqiyotining mahsuli ekanligi to'g'risida keltirilgan isbotlardan biri insondagi ruhiy quvvat va ma'naviy yuksalishning insonning moddiy turmush va taraqqiyoti bilan masqalanib manganligini, xuddi moddiy taraqqiyot insonlarning oddiylikdan tadrijiy holda bugünkidek taraqqiyotning yuksak cho'qqisiga chiqqanidek diniy ongmu tadrijiy o'ylanish yoki aql omillar natijasi ruhiy ochliqni qondirish yuzasidan ibtidoiy insonlarda asosda taraqqiy qilganligini va barabara dindorlik holatining shakllanganligini da'vo qilishdir. Gerçi bu xil qarash qarmoqqa jalb qilarlik ko'rinsa-mu, amaliyotda reallikdan to'liq bo'lib, faqat farazga tayinish, isbotsiz va o'rinsiz qarash qilish, moddiy taraqqiyot bilan ma'naviy ruh orasidagi munosabatning bir bo'lganlikdan yana birimi bo'lgandek tuyg'u keltirib, so'z o'yini qilishdan boshqa yaramaydi. Xulosalaganda, buning moddiy taraqqiyot insonlarning ijodi bo'lganidek, dinmi insonlarning ma'naviy ijodi ekanligini ilgari surishda bir xil gipnozlik fikr ekanligini ko'rilish ta'sir emas. Albuki amaliyat va reallik buning aksicha. Bugungi davrda moddiy taraqqiyot gullanib, kishilar bayashatliq va to'qchilik ko'rgan sari ularda ma'naviyatni tang taraqqiy qilmoqda yo'q ajizlayotganligini ko'ryapmiz. Bugungi davrda moddiy taraqqiyot gullanib, kishilar bayashatliq va to'qchilik ko'rgan sari ularda ma'naviyatni tang taraqqiy qilmoqda yo'q ajizlayotganligini ko'ryapmiz. Bo'libmi dindan yiroqlashish, ijtimoiy va siyosiy muhitga dinning aralashishini cheklash asosiy o'ringa qo'yilayotgan yaqinqi zamon g'arb madaniyatining kunimizdagi realligi buning tishik misoli bo'la oladi. Ularning moddiy taraqqiyotining oldingi o'rinda turishi, ularning ma'naviyatini
beyitib, əxlaqını yükseldirib, ularını dünyanın aldığın ornuna ötküzməkdə yox, əksicə insani əxlaq qızıtı keladigan, hətta cinayət sanılgan qılmışlar ularda mədəniyyət üçün almaqda. Əxlaqi yoxsuzluq baş götürməkdə. Mana bunlar maddi taraqqatqa beqinib, mənəviyyatının yükseldiganlığı və ilğarlaşıdığanlığıdək ölçəminin reallıqqa ornu yox nərsi ekanligini ko'rsatib beradi. Əgər maddi taraqqiyat yuqori çoxluğa chiqqan siri, kişinin ruhiyatimi shuncha kuchaydigan, ma'naviyatimi tang taraqqiy qilib yuksak diniy ruh muhit shakllangan bo'lsaydi, Jungo va Rossiyaga o'xshash ellarda kunimizdagidek avj olgan dinsizlik, tahriylik va atizmlik o'xshash dinga tutgan qarshi ideyalar rivojlangan siri, maddi taraqqiyatmi diniy va axloqiy tushkunliklarga mos qaramda zavol tepishga qarab yuzlansa, orqa chekinsa, qat'iy bosh ko'tarmasi bo'ladi. Texi ularning dunyo imperatorlari sahnasida o'rin olishi vaqt tursin, moddiy taraqqiyotda dunyoning eng qaloq va eng orqada qolgan ellariga aylanishi munosib edi. Biroq reallik buning dal aksicha. 3. Dinning taraqqiy qilishi haqidagi fikrlardan yana biri bugungi ilm-fan va sanoatdagi taraqqiyotlarning insonlar taraqqiyotining mas'ul bo'lganiga o'xshash, dinning taraqqiyotning mas'ul ekanligini ilgari surgan da'vodir. Mana bu mu aldınqısının köp taraqlanmaydigan, hatta aldınqısının təfsiliyerek oturup qoyulan qarashdır. Bu qarashdakilərning izahlayışca, insanların ilim, fən və başqa sanaat xarakterdəki taraqqiyatlarının həmmisi dəslətdə addi aləti olub, tədrici köpəyiş hadisinin əməlgə eşişi, təcrübələrinin toplanışı və nəticəsində bugünküdək murakkab halatı gəlgan. Xuddi shuningdek, insonlar aqliyatimi dastlabda oddiy holat bo'lib, keyin davrning almishi bilan tadrijiy holda turli afsonaviy to'qilmalarning maydonga kelishi va boshqa har xil omillarning turkisida taraqqiy qilib, bugünkidek murakkab holatga kelgan. Yuqorqidagi qiyoslarmi o'xshashlar sog'lom asosga yoki ilmiy praksisga qurilmagan. Agar atalmish diniy taraqqiyot ilm-fan va sanoat taraqqiyoti o'xshash taraqqiy qilib barliqqa kelgan bo'lganda, albatta 21. asrdagi insonlar ilohiy e'tiqodda eng yuksak ballaga yetsa va to'g'ri e'tiqod taraqqiyotining yuksak cho'qqisiga ulashsa to'g'ri bo'ladi. Holbuki, reallikda bu xil faraz ishga oshdimi deganda reallik buning aksiga guvohlik bermoqda. Davrimizga qaraydigan bo'lsaqmi, taraqqiyotda dunyoning xeyli oldida deb qaralgan ellarda qadimgi tabiatga cho'qinish hodislarining ilham saqlanayotganligini ko'ramiz. Dinlarning taraqqiy qilishi haqidagi fikrga asoslanganda, albatta qadimki tabiat hodislariga cho'qinish tusini olgan dinlarning bugungi kunda qadimkidan farqlanishi, o'zgarib taraqqiy qilish lozim edi. Biroq ilham Osiyo, Afrika va Amerika qit'alarida qadimki paganizm, tabiat va tabiat hodislariga cho'qingan ko'p xudolik dinlarning izchil asli holatini saqlab qolayotganligini ko'ramiz. Bu noktada biz dinning oddiylikdan murakkablikka, tuvan qatlamdan yuqori cho'qqiga qarab taraqqiy qiladigan da'vo qilg'uvchilarga shunday savol qo'yishimiz keladi. Hindi madaniyatining bugungi varislari bo'lgan Hindi ellərdə atom qurollarining barliqqa kelishidek ilm-fan utuqlarining bo'lishi, sizlarning so'zinglarning dal aksicha tabiat hodislariga va uningdagi shay'iylarga cho'qinishning izchilligini saqlashga qarshi ta'sir ko'rsatmadi. Agar din, ilm-fan va sanoat taraqqiyot bilan mos qalamda taraqqiy qilib navotidi desak, hozirga qadar kalliga ibodat qilayotgan, hatto kalliga bo'lgan muqaddas aqidasi turkisida ochliqdan o'lishni a'lo bilib, kalgo'sh iste'mol qilishdan bosh tortib yashayotgan Hindi xalqi, yana ulardan boshqa tabiat dunyosidagi turli hodislar va shay'larga cho'qinayotganlar ajaba diniy taraqqiyotning qaysi cho'qqisiga ulashgandi? Yana ta'kidlash mumkinki, moddiy sohalarda, shundaqla ilm-fan taraqqiyotida vaqiyatgan Yevropadagi davlatlarda avj olgan dinsizlik, shundaqla Rossiya va Jungo qatorliq davlatlarda dinga og'zaki hurmat bildirib qo'yish, amaliy tuzum va siyosatlarda dushmanlarcha qarshilik ko'rsatishi, jumladan 1 milliard 300 milliondan ortiq nüfusga ega Jungoning va shuning o'xshash tuzumdagi davlatlarning butun ma'rif sistemasida atizmlik, dinsizlik ma'rif tarbiyasini asos qilishi, texi buni majburiy ma'rif ustida o'z xalqi kengashi, o'z kontrollikdagi rayonlarda musulmon xalqlarning diniy e'tiqodiga ig'ir darajada chek qo'yishi, diniy aqidalarga xilof ishlarni qilishga zo'rlashi, diniy bilim egallashni va normal diniy faoliyatlarni diniy asabiylik ifodalar qatoriga kirgizib, ularga ig'ir darajada moddiy va iqtisodiy jazolarni bekitishi orqali diniy kayfiyatni mustashtirishi, hatto dinni tupilsizning quritish siyosatlarini yo'l qo'yib, kishilarning diniy e'tiqodiy erkinligiga asabiylarcha qarshilik ko'rsatish qatorliqlarning hammasini ajaba dinning taraqqiyot ahvoli bilan fan va moddiy taraqqiyotning ahvoliga solishtirish orqali qandaqmi yuqorqidek muayyanlashtirilib bo'lsin,
Demak, dini taraqqiyotni moddiy taraqqiyotga taqqoslash orqali dinning insonlar taraqqiyotining mahsuli ekanligida xulosaga berishning o'zi reallikqa tushmaydigan bir faraz bo'lib qolmay, balki bema'nilikdir. 4. G'arbning yana qisman tadqiqotchilari, jumladan dinsiz faylasuf va jamiyatshunoslardan Saint Simon, Auguste Comte, Bertrand Russell qatorliqlar dinning taraqqiyotining mas'ul ekanligi haqidagi qarashning yuqorqi yo'nalishining dal aksicha yo'l tutish orqali isbotlamoqchi bo'lishdi. Ularcha bo'lganda, insonlarning aqida yo'nalishi mohiyatda xurofiylik bo'lishiga qaramay, oldi bilan ko'p xudolik aqidasidan taraqqiy qilib, bir xudolik aqidasiga berib to'xtagan. Amaliyotda bu ilmiy jihatdan putirab bo'lmaydigan hamda islom aqidasi nuqtasidan xatoliklarni qarashdir. Chunki o'tmish nazar solganimizda tarixda madaniyat tugallangan bir qator millatlar va taraqqiyot bosqichlarini boshdan kechirgan bir muncha ellar mavjud bo'lgan. Hozir bo'lsa, shu madaniyat tarqatgan millat va ellarning tushkunlik va qaloqligining simvoliga aylanib ketganligini ko'ramiz. Acaba yani shundoq tushkunlik va qaloqlikning simvoli bo'lmish ellarni hozir davrga solishtirib, ularni hozir tushkunlikning boshlanish nuqtasi qilib bekitish aqlga uyg'unmi? Bunun javobi albatta yo'q. Xuddi shuningdek, navbatdagi ilg'or aqida bo'lgan bir xudolik aqidasini ko'p xudolik va buddizmga o'xshash tavhid bir xudolik e'tiqodiga zid din va aqidalardan taraqqiy qilib kelgan deyishmi o'xshashli ilmiy asos bo'lgan qarashdir. Yana kelib, bu xil qarash faqat islom nuqtai nazaridan emas, keyingi vaqtlarda dinlar tarixi, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, psixologiya qatorliq sohalarda taraqqiyot olib borgan g'arb olimlari tomonidan rad qilinishga uchragan. Endi bu olimlar munosib taraqqiyotlarni sunish orqali oldin qarashni da'vo qiluvchilarga kuchli raddiya bergan. Alayliq tarixshunos va insonshunos olim Andrew Lang dinlar tarixi haqidagi tadqiqot yakunida ayni davr ijtimoiy taraqqiyotchilik iqimidagilarning aksicha insonlarning tunji e'tiqod manbasining samoviy bo'lgan bir ilohga e'tiqod qilish bo'lganligini, har qaysi dinlarning shu bir iloh aqidasidan saqlanib chiqqanligini o'ttirib qo'ydi. Shuningdek, tarixda o'tgan qadimiy qabilalarning ahvoli va ularning diniy e'tiqodi to'g'risida tadqiqot olib borgan Wilhelm Schmidt o'zining uzun mezgillik tadqiqot natijasini e'lon qilib, iloh ideyasining eng qadimda yashagan barliq millatlarda mavjud ekanligini, butlarga va boshqa turli tabiat hodisalariga, hayvonotlarga cho'qinadigan millatlarning e'tiqod yildizining aslida hammadan yuksak deb aqida qilingan bir ilohga e'tiqod qilishning o'zgarganligini muayyanlashtirdi. Bu qarashni yana germaniyalik mashhur faylasuf Friedrich Schelling qo'llagan bo'lib, u o'zining afsonashunoslik falsafasi nomli asarda insonlarning bir xudolik diniga e'tiqod qilishi ko'p xudolik e'tiqod bosqichiga kirishdan burun bo'lgan edi deb ko'rsatgan. Yuqori qarashni quvvatlagan va bu vaqtda ilmiy tadqiqot natijalarini o'tirib qo'yganlar orasida g'arbning insonshunoslik, tarixshunoslik, din psixologiyasi qatorliq sohalardagi atoqli olimlarimiz bor. Bular ichida Birok Lemin, Wilhelm Schmidt, Schirder, Laroy, Andrew Lang, Pascal, Ernst Dixon, Carl Feiges, Osrich qatorliq nufuz olimlar bor. Uningdan boshqa bu yerda yana mazkur qarashni quvvatlagan nurg'un tadqiqotchi olimlar bor. Ular o'xshamagan nuqtalar va tadqiqot obyektlari asosida bir xudolik aqidasining ko'p xudolik aqidasining ilgarimi borligini, eng burun mavjud bo'lgan aqida ekanligini va aksicha qarashlarning ilmiy asosi yo'qligini muayyanlashtirgan. Ko'rilishga bo'ldiki, mazkur iqimdagilar taraqqiyotchilik iqim tutgan yo'nalishning dal aksicha bir xudolik aqidasining insoniyat tarixida yashab o'tgan eng qadimiy xalqlarning e'tiqodi bo'lib kelganligini, bir xudolik aqidasining ko'p xudolik aqidalarining shaxsiy ekanligini ilgari surgan. Gerçi ko'p xudolik dinlar bir xudolik dindan taraqqiy qilgan degan qarash samoviy dinlar nuqtai nazariga yaqin bo'lsa-mu, biroq yuqori qarashni ta'kidlayotgan bir turkum tadqiqotchilarmi aslidagi bir xudolik aqidani manba qilgan dinning kelish manbasining vahiy bo'lmasdan insonlarning ijodiy ekanligini da'vo qilishmoqda. Albatta, biz bu nuqtada ilmiy faktlar hamda Qur'on va hadis ta'limotlari asosida ular bilan keskin yo'l ayiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo dinning manbasidir. Biz
Yuqorida ilmiy o'lchamni asos qilgan, reallikni chiqish qilgan holda din taraqqiyotining mas'uli degichilarning bu vaqtdagi qarashlarining ilmiy asosga ega emasligini dalillab o'tdik. Din insonlar taraqqiyotining mahsuli degan da'voning yana bir variantida ayrim tadqiqotchilar yuqorida tilga olingan dinning ko'p xudolik e'tiqoddan shakllanib taraqqiy qilganligi haqidagi fikrlarni rad qilib, insonlarning dastlabki diniy e'tiqod yo'nalishining bir xudoga e'tiqod qilishdan boshlanganligi va ko'p xudolik e'tiqodning undan keyin maydonga kelganligida qarashlarni o'ttirib qo'yishdi. Mezkur qarash qaramoqqa islom dini ta'limlarida ko'rsatilgan tushunchalar bilan parallel mangandaq ko'rinsimi, amaliyotda bu qarashchilarning tavhid, bir xudolik aqidasidagi yakunida bir xudolik e'tiqodining manbasini yanada insonga bog'layotganligi hamda buning tagida din insonning ijodiy degan ozg'un ideyaning ta'kidlanayotganligi ma'lum. Albatta, bular diniy taraqqiyot bosqichlari haqidagi bu qarashlarini, shundaqla bu xil isbotlash metodini umumlashtirgan holda, islom dinini o'z ichiga olgan barliq samoviy dinlarga o'rtaq tatbiqlamay, insonlarning ijodiy deb muayyanlashtirishga bo'ladigan bir xudolik yoki ko'p xudolik aqidasidagi boshqa dinlarga tatbiqlaganida edi, balkim bu ularning fikrlarini ma'lum darajada yo'lliq deb turishga turtki bo'lar edi. Gerçi insoniyatning bir xudolik e'tiqoddan ko'p xudolik e'tiqodga o'zlanganligi tavhid dindan iborat bir xudolik dinning asos, ko'p xudolik dinlarning keyingi har turli tarixiy jarayonlar tufaylidan maydonga kelgan hodisa ekanligini yakunlagan tadqiqotlar islom nuqtai nazari bilan bir yo'nalishda bo'lsa-mu, ammo bir xudolik e'tiqodning insonning o'zini asli manba qilganligi, dinning insonlarning ijodiyati ekanligini orqa ko'rinish qilgan xulosa o'xshashlar dinning xudo tarafidan inson bilan teng barliq kelganligidek tupriyallik xilofdir. Ajablanarliki taraqqiyotchilik iqimidagilarning qarashlarini o'rib tashlagan va bir xudolik e'tiqodining insoniyatning tunji dini ekanligini, ko'p xudolik e'tiqodining keyin paydo bo'lgan hodisa ekanligini muayyanlashtirganlar ashu bir xudolik e'tiqodining manbasini bekitish va qarashlarni isbotlashda avvalgi taraqqiyotchilik iqimidagilar bilan o'rtaq mavqe tutishdi. Bu nuqtani izohlashda ularning tayangan muddatlari farqsiz bo'lib, natijada ular yana shu avvalgi nazariya tarafdorlarining izidan yurishga majbur bo'ldi. Ular tafsilot jihatda avvalgilardan farqli izohlash usulini qo'llansimi, dinning manbasi haqida yakunlagan natijalarida o'xshash edi. Vaholanki, har ikki aqimdagilar o'tirib qo'ygan natijada aks etgan bo'shliqlar ilmiy isboti Vaholanki, har ikki aqimdagilar o'tirib qo'ygan natijada aks etgan bo'shliqlar ilmiy isboti mavjud bo'lmagan taxminlar haqida inson tabiatining bir xudolik aqidasi bilan tabiatlanganligini hamda buning insonning qo'lida emas bir ish ekanligini e'tirof qilmoqdan o'zga chora qoldirmagan edi. Chunki har ikki aqimdagilarning din insonning ijodiy degan bu xulosani o'ttirib qo'yishi ulardagi metodologiyalik xatolikning oqibati bo'lib, mazkur yakun ularning xudo mavjud emas degandan iborat oldi bilan dalillatishi va isbotlatishi kerak bo'lgan nuqtani masalaning asosiy tutqusi qilib olganligidan kelib chiqqan. Mana bu xil nuqtani bo'ylab ilgirlashlar garchi bir xudolik e'tiqodining ko'p xudolik e'tiqodlardan burun paydo bo'lganligini muayyanlashtirsa-mu, ammo bir xudolik dinning manbasini bekitish masalasida o'rtaq xulosa keltirib qo'ygan edi. Amaliyotda bu xulosa mazkur tadqiqot egallarining xudo yo'q degan asosda ilgirlashining natijasi bo'lishi bilan ular o'zlari oldin bekitib olgan xudo yo'q deganni iborat isbotlatishga tegishli va munozara obyekti bo'layotgan bir masalani hokim o'ringa chiqarib qo'yib, isbotlashga amalsiz qoldigan xudo yo'q bo'lgan ekan, dinning manbasi cho'qim inson bo'lishi kerak degan ikkinchi bir natijani yakunlab olgan edi. Bu yerdagi paksiz natija shuki, mayli antropologiya, insonshunoslik sohasi bo'lsin, yoki din tarixi bo'lsin va yoki falsafa bo'lsin, hech biri dinning manbasining inson ekanligini isbotlashga yarg'udek biror faktga ega bo'lib boqmagan va bo'lolmaydi. Bu nuqtada faqat isbotlag'ili bo'ldig'ini insonning dinni to'qib chiqmoqchi bo'lsa, uni amalga oshirish mumkinchiligi borligidir, xolos. Ammo Rasululloh dinni inson ijod qilganmidi degan nuqtani isbotlashga kelsak, bu ashu tadqiqot egallarining hech birining qo'lidan kelmaydigan bir ish ekanligi real amaliyotdir. Bu xil ahvolda dinning manbasining inson emas, balki Tangri ekanligini inkor qilish mohiyatda paksiz rad qilish bo'lib, bu haqda doktor Amri Sharif mundaq deydi. Materializmchilar agar xudo mavjud bo'lmasa, undaqda dinlar qanday qilib barliq kelib qolgan degan savolga javob berish uchun ba'zi izohatlarni sunishdi.
Əməliyyatda ular bergan bu izohatlarda oldi bilan Xudo mavjud emas degan hukmni hamma qoyil bo'lib bo'lgan bir masala ustida qarab olib, orqadan mazkur hukmni bo'ylab javob berishga kirishdi. Hatto ular Xudoning mavjudligini dalillik o'tirib qo'yuvchi diniy mavqedagilarning faktlarini munozaraga qo'ymadi. Shunga ularning bu masalada tutgan metodi to'g'riliq isbotlanmagan bir muqaddimaga tayinib natija chiqarish bo'lganligi uchun dogma metoddir. Qaraydigan bo'lsak, ularning din insonlarning ijodiy ekanligiga doir o'tirib qo'ygan faraz taxminlari Xudoning mavjudligiga doir biror musibat yoki biror musbat yoki manfiy ma'no ifodalagan emas. Agar bu materializmchilar rostli Xudoning mavjud emasligini isbotlab beradigan edi, ular o'tirib qo'ygan dinning manbasining inson ekanligiga doir farazlar, dinlarning manbasi va xarakterini, shundaqla insonlarning o'rtaq tabiati deganlarini tushunishga foiz tegib qilishi mumkin edi. Yana kelib ularning dinning barliqqa kelish manbasi haqida bir qadar taxmin va farazlarni sunalganligi Xudoning mavjudligiga gumon tug'dirgudek biror shubha ilib kelolmaydi. Chunki mavjud dinlar Xudoni isbotlash masalasiga nuqul dinning mavjudligini isbotlash yo'li orqali yurish qilmaydi. Agar dinsizlar rostli Xudoning mavjudligi cho'qim dinning mavjudligidan keladi deydiganga biror dalil tepib bergan bo'lsa edi, bu albatta ularning Tangriga ishonayotganlariga qarata bir qatimliq qattiq zarbasi bo'lib qolar edi. Demak, dinning manbasiga qarata o'ttirib qo'yilgan izohatlar Xudoning mavjud emasligini dalillamayli qarasiga inkor qiladigan hukmni bo'ylashdan kelib chiqqan dogma farazlar bo'lgan ekan, mazkur farazlarni Xudoning mavjud emasligini ko'rsatgan dalillar qatorida keltirib olish ustilab o'zini o'zi mat qilishdir. Doktor Amir Sharif yana mundaq deydi: Mumkinchilikning bo'lishi cho'qim shu mumkinchilik bor ishning reallikka yuz berganligini bildirmaydi. Falsafa sohasi bo'lsin, yoki psixologiya bo'lsin, va yoki insonshunoslik bo'lsin, hech qaysisining dinning paydo bo'lish manbasini izohlab bera olishi mumkin emas. Chunki dinning maydonga kelish masalasi tarixga qo'yilgan bir savol. Shundaqla u muqaddas kitoblar ko'rsatgan faktlarni isbotlash yoki rad qilishga tutingan biriga qo'yiladigan savol. Alayliq psixologiya ilmi bizga inson ruhiyati asos qilgan yo'nalishni va insonlarning bu yo'nalishining turtkisida dinlarni kashf qilib chiqqan bo'lish mumkinchiligini aytib berishi mumkin. Shunisi insonning ma'lum bir ishni qilish iqtidoriga ega ekanligini bayon qilish bilan uning shu ishni rostli qilganligini isbotlab berish masalasi bir-biriga butunlay o'xshamaydigan farqli ishdir. Bir insonda odam o'ldirish kuchining borligini muayyanlashtirganlik u insonning rostli odam o'ldirganligini asla bildirmaydi. Shunga deymizki, bir ishga kuchi yetgan bo'lish boshqa gap, kuchi yetganni rostli qilganligini isbotlash boshqa gap. Bu nuqtadan bir insonning ma'lum bir dinni ijod qilib yasab chiqish mumkinchiligining bo'lishi shu odamning rostli bir dinni ijod qilib yasab chiqqanligidan darak bermaydi. Psixologlar, faylasuflar va insonshunoslarning eng chong qila oladiganı insonning bir dinni to'qib chiqishining mumkinchiligini isbotlab berish bo'la oladi. Ammo ularning dinni rostli insonning paydo qilganligini isbotlab berishga kelsak, bu ularning kasbiy doirasidan olqigan bir ishdir. U yana mundaq deydi: insonning Xudoga muhtojligini, inson oldigan foydaning Tangrining mavjudligida ekanligini isbotlaganlik Xudoning bor yoki yo'qligini isbotlash bilan munosabati yo'q bir ahvoldir. Acaba birovning yana birovni o'ltirishiga turtkilik omilning bo'lganligi mazkur shaxsning rostli qotillik jinoyat o'tkazganligini ko'rsatib beradi. Xuddi shuningdek bir ishning yuz berishi keraklik turtkining bo'lishi boshqa gap, shu ishning rostli yuz berganligini isbotlash boshqa gap. Shunlashqa dinning insonga ruhiy jihatdan foydalarni olib kelganligini, dinning insonga tegishli foydalari bor ekanligini isbotlaganligimiz amaliyotda insonning mazkur dinni barliqqa keltirganligiga asla isbotlay olmaydi. Yuqoriqilardan mundaq bir qancha nuqtani muayyanlashtirishga bo'ladi. Birinchi, bir xudolik dinning ko'p xudolik dinlardan ilgarilab bor ekanligi insonshunoslar va boshqa har soha tadqiqotchilari tomonidan kuchli muayyanlashtirilgan. Ikkinchi, din insonning ixtirosi degan da'voda Xudoning mavjudligi haqidagi faktlar ustida to'xtalmasdan yoki uning yo'qligini isbotlab etmayla, Xudoning yo'qligini oldin muayyanlashtirib olish, orqadan Xudo yo'q ahvolda dinning mavjudligini qanday izohlash kerak degan bo'shliqni to'ldirish uchun dinning manbasini inson qilib ko'rsatishga urinish mavjud. Albuki bu xil urinish xarakterini olgan izohatlarning hammasida insonning dinni ixtiro qilish mumkinchiligini ifodalaydigan omillar borligi yoki dinning mavjudiyatining insonning foydasi doirasidagi bir ish ekanligi ilgari surilgan. Ammo bundoq bir ahvolni insonning dinni ixtiro qilganligini sabab qilib ko'rsatib kelsak, berilgan hech bir izohatning dinning manbasining rostli inson ekanligini isbotlashga yaramaydiganligida shak yo'qdir.
Bo'libmi Xudoning barligi kuchli delillar bilan isbotlangan pokitlik bir masala sifatida aniq mavjud bo'lib turgankan, texmi shundaq. 3. Yuqorqi nuqtalardan ilmiy jihatdanmi, mantiq jihatdanmi dinning manbasini insonga bog'lashning sapsati usti qurilgan quruq da'vodan boshqa narsa emasligini kuchlantiradi. Yig'ib aytganda, mazkur temada kelgan dinning manbasini insonning ijod qilib ko'rsatishga munosabatli qarashlarning hammasi degidek, ayni davr xristian dunyosining ilm-fanga qarshi yurgizgan va vahshiylarcha bostirish va yo'lsizlash qarashtirishlarga qarata dinsiz faylasuf va jamiyatshunoslarning qaytirgan bir turlik inkosi bo'lib, o'z navbatida buni diniy mavqening ulini ta'virtishdan, shundoqla dinga bo'lgan asabiylarcha o'chmanlikdan kelib chiqqan ideya ko'rishning belgilik ifodasi deyishga bo'ladi. Xudoning mavjudiyatini chetga qilishga bu qadar zo'riqishlarning hammasini ayni davr xristian dunyosining ilm-fan va uning ahliga qarshi turishidek oshqulliqqa qarshi maydonga kelgan yana bir turlik oshqulliq hodisasi. Bundaqcha aytganda, zarga zar bilan taqobil turish usulining real natijasi deb qarash mumkin. Din taraqqiyotining mas'ul nomidagi safsatlar haqida mo'l tadqiqot tajribasiga ega akademik olimlar g'arib ideyallaridagi zidliqlarga hamda ularning o'zlari da'vo qilishayotgan ilmiy o'lchamning aks chiqarilgan yakun va xulosalariga qarata munosib javob va ilmiy raddiyalarni bergan bo'lib, ular yana dinning maydonga kelishda nimani ariq ko'rinish qilganlik haqida eng to'g'ri javobni yanala dinning o'zidan bo'libmi haqiqatlikida shubha yo'q islom dinidan izlab ko'rishni tavsiya qiladi. Ana shu olimlardan biri qatorida professor Dr. Muhammad Abdulla Daraz mundaq deydi. Ilm-fanni asos qilgan barliq tadqiqot va natijalarning hech biri bizga insonlarning tunji dini haqida qanoatlanarli mukammal javob berilgani yo'q. Ammo ana shu qanoatni tepish istedikilar Amma ana shu qanoatni tepish istikidigilar samoviy kitoblardan to'g'ri javobga erishishga niyat qildiganlar bo'lsa, Qur'oniy bayonlardan insonda yerlashgan tunji e'tiqodning Alloh tarafidan kelgan bir xudolik e'tiqod ekanligi haqida qanoatlanarli javobga erisha oladi. Alloh inson tabiatining bir qismi qilib yaratgan ushbu aqida faqat tabiatning mas'uli bo'lgan emas, balki bu aqida insonlar besib o'tgan turli taraqqiyot bosqichlarida izchil davomlashib kelgandir. Diniy jihatdan xilma-xillashish va asli tabiatdan yuz berish hodislari bo'lsa, ana shu asli tabiat bo'yicha davomlashib mangan davrdan keyin barliq kelgan kalkunda hodisalar bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. İnsanlar aslida bir dinda, ya'ni tavhid dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi. Yunus surasi 19-oyat. Ma'lumki, dinlar orasidagi ixtilof va uzluksiz davomlashib kelgan haq dindan yatlashish, ayrilib chiqish hodislari keyingi har avlod kishilarining o'zlari e'tiqod qilib kelgan dinni keyingilarga talqin qilish va ularga o'z e'tiqodini meros qoldirishidan barliq kelgan. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom bunday degan: "Har qanday bir bovoq Alloh yaratgan sab tabiati bilan dunyoga keladi. Ota-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi." Buxoriy 1358-hadis, Muslim 2658-hadis. Yuqorqi bayonlar qo'shilib, ba'liq samoviy kitoblar birdek shunga ittifoqki, tunji insonlar to'pi hissiyotning boshqarishiga ta'alluq qilinib, yetakchisiz va haqiqatni asl turg'uchisi yo'q holatda tashlab qo'yilgan emas. Balki ilohiy yetakchilik ular apridi bo'lgan tunji kundan boshlab vahiy nur orqali ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish mas'uliyatini o'z ustiga olgan. İnsaniyat atası Adem aleyhisselam bo'lsa, vahiy qabul qilgan buyuklarning tunjisi. Bir xudolik e'tiqodidagi mu'minlarning avvali va Allohga haqiqiy o'zini bag'ishlagan bandalarning birinchisi bo'lgan edi. Biz yuqorqi radiyalarning hammasidan din tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan g'arb tadqiqotchilarining o'zlari o'ttirib qo'ygan ilmiy metodga yetarlik rioya qilmaganligini, dinning manbasini izohlashda o'zlari ta'kidlab va tashabbus qilayotgan ilmiy o'lchamning talbiga uyg'un yakun chiqara olmaganligini, yanama ichkirliganda ularning qo'llangan metodining o'zida masala borligini muayyanlashtira olamiz. Shuning bilan birga din taraqqiyotiga munosabatli ideyalarning aslida ma'lum jihatdan Darwinizmchi dinsizlar da'vo qilishgan tadrijiy taraqqiyot nazariyasining kuchli ta'siriga uchraganligini ko'rib olamiz. Samoviy dinlar nazariyada
Bulupmu samavi dinlar nazarida, bulupmu islom dini nazarida din insonlarning ijodiy ustida bir xudolikdan taraqqiy qilgan yoki ko'p xudolikdan navbatdagi bir xudolik qilib taraqqiy qilish asosida insonlar tomonidan ijod qilingan narsa emas. Balki din insonni yaratgan va uni yer yuzining o'rinbosari qilib tayinlagan yaratuvchi Alloh tomonidan insonning sog'lom tabiatiga o'rnatilgan ilohiy yaratishning natijasi bo'lib, dinning manbasi faqat vahiy, ya'ni vahiyning egasi bo'lgan Alloh taolodan iborat. Biz vahiyni chekka qoqqan holda o'tirib tashlangan barliq qarashlarning hech birida bu vaqtki ilmiy hamda ishonchlik va qoyil qilarlik bayonlarning yo'qligiga qanoat keltirgan holda bu masalani faqat haqiqatni so'zlaydigan vahiyning mahsuli bo'lmish Qur'on va hadisning bayonlari orqali yo'ritib o'tamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda mundoq deydi: O'z vaqtida Parvardigorning farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz seni pok va muqaddas deb madiylaymiz dedi. Alloh, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Alloh butun shaylarning nomlarini Odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishqa Odamga qaraganda biz aqliq deydigan qarashinglarda rostchil bo'lsanglar, bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Alloh, ey Odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da Alloh, men sizlarga osmonlardagi va zamindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Aşkara ve yoşurun işlerini bilip durman demegenmedim dedi. Öz vaqtida farishtalarga Adamga secde qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi secde qildi. İblis secde qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi. U kafirlardan bo'lib ketdi. Biz Adamga: "Ey Adam, sen xotuning, ya'ni Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, ya'ni meyvesidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qiluvchilardan bo'lib qolasizlar" dedik. Şeytan o ikkisini teyildirdi. Ya'ni ma'ni qilingan daraxtning meyvesini yegizib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqardi. Odamga, Havvoga, Iblisga: "Bir-biringlar bilan o'chakashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajringlar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar" dedik. Odam Parvardigoridan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uning ilhom orqali bildirildi. Alloh uning tavbasini qabul qildi. Alloh haqiqatan tavbani bakmi qabul qilguchidir, bandalarga nihoyat mehribondir. Ularga: "Hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatguchi, ya'ni payg'ambar keladi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi" dedik. Baqara surasi 30-oyatdan 38-oyatgacha. Yuqorqi oyatlarda Alloh taolo Odam alayhissalomni yer yuzining xalifasi qilib yaratganligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu oyatlardan tövendikidek xulosa elish mumkin. Birinchi, Alloh taoloning Odam alayhissalomni aql va ma'rifatda pishqan, to'liq etilgan holatda yaratgan. Alloh taoloning Odamga farishtalarga ta'lim bermagan shaylarning ismlaridan ta'lim berganligi, Odamning bu ta'limni qabul qilganligi va buni farishtalarga xabar qilganligi buning dalilidir. Ikkinchi, Alloh taolo Odamni yer yuzining o'rinbosari, yer yuzini tavhid yo'li asosida adolat va haqqoniyat bilan idora qiluvchi qilib tayinlagan. Uchinchi, Alloh taolo Odam va Havvoni yaratgandan tortib, ularni shar'iy taklif va mas'uliyat ahli qilib tayinlagan. Bu nuqta cheklangan meyvani yeyishdan boshqa ishlarda Odam va uning juftining jannatda xohlagancha bahrilanishiga Allohning ruxsat qilganligi haqidagi bayonlarda ro'shan aks etgan. To'rtinchi, Odam va Havvo o'z ahdlarini unutgandan keyin Allohning ularni jannatdan chiqarganligi hamda Allohning Odam va uning avlodlaridan yer yuzida Rabbini tunib, uning yer yuzida yo'l qo'ygan shariati, belgilamalari bo'yicha yashashni ishga oshirganlarni jannat bilan mukofotlaydiganligi, aksicha Allohdan yuz o'rib uning
haq yo'lini, tavhidini inkor qiluvchilarni do'zaxga mahkum qilganligi qatorliqlar haqida keskin bayonlar o'tirib qo'yilgan. 5. Dinning manbasining Alloh ekanligi va tunji insonga vahiyni, hidoyatni va tavhidni nozil qilganligi muayyanlashtirilgan. Chunki Adamning Xudoni tonigan holda yaratilishi va uning Allohdan ta'lim olish orqali bilim ma'rifatga erishganligining o'zi e'tiqod va dindorlikning uning tabiatida bor qilib yaratilganligiga dalildir. Allohning tövendeki so'zi haqiqatan bu nuqtani ta'kidlaydi. Allohning diniga yaratilmish saf fitratga ergashganki, Alloh insonlarni shu dinda yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Rum surasi 30-oyat. Allah Taala yana dastlabki insonlarning bir butun holda tavhid aqidasi bo'yicha yashaganligini, keyin tadrijiy holda mushriklik va boshqa ozg'in yo'llarga qadam bosish orqali bara bir xudolik aqidasidan yiroqlashib, turli masala iqimlarga, har xil dinlarga aylanib ketganligi haqida alohida to'xtalgan. Bu nuqta tövendeki oyatlarda ro'shan ifoda topgan bo'lib, Alloh Taala mundaq deydi: insonlar aslida bir din, ya'ni tavhid dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi, butlarga cho'qinishdi. Parvardigorining oldin Alloh aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomat qoldirishni iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni tavhid dinidan boshqa dinga e'tiqod qilishganlari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Yunus surasi 19-oyat. Allah Taala Qur'on Karimda yana payg'ambarlarini avatishdiki, kitoblarini nozil qilishdagi hikmat haqida to'xtalgan. Allah Taala bu vaqtdagi oyatlarida insonlarning aslida bir tavhid aqidasi bo'yicha bir dinga e'tiqod qilib yashagandan keyin bara asldan uzoqlashib boshqa yo'llarga qadam olganligi hamda ozg'un va botil dinlarga ergashib ketganligi uchun payg'ambarlarni ozg'unlikdan ogohlantiruvchi, to'g'ri yo'lga qaytganlarga xushxabar bishorat berguchi qilib avatganligini bayon qiladi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: insonlar dastlabda bir ummat, ya'ni haq dinda edi. Keyin ularning ba'zi iymon etib, ba'zi iymon etmay ixtilof qilishdi. Alloh mu'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi, kuffarlarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdi. Alloh kishilarning ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqarish uchun ularga haq kitobni nozil qildi. Baqara surasi 213-oyat. Tafsirshunoslardan Imom Abu Saud yuqorqi oyatlar haqida bergan tafsirda mundaq deydi: yuqorqi oyat tavhid aqidasining, jumladan islom dinining insonlarning qadimdan tortib o'z tabiatidan va shariatchilik nuqtasidan birdek e'tiqod qilib kelgan din ekanligi, shiriklik va shuning tava har qaysi tarmoq din va aqidalarning bir turkum azg'unlar tarafidan ko'pchilikning tutgan yo'liga qarshi ulardan ayrilgan holda o'ydirib chiqarilgan jaholatdan iborat ekanligining bayonidir. Yuqorqi tafsir ko'pchilik islom olimlarining qarashi bo'lib, bu qarash yana tabiinlardan qatorda Ikrima qatorliqlarning qarashi. Shunaqla sahabelardan Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan kelgan ikki xil rivoyatning birida kelgan qarashdir. Mazkur qarashning bayoni shuki, insonlar aslida Odam alayhissalomning vaqtidan toki Nuh alayhissalomning payg'ambarlik davriga qadar asrlar bo'yi Alloh taolo tarafidan kelgan birli shariat bo'yicha yashab kelgan. Keyin ular Nuhning davrida dinda ixtilof qilishdi. Shuning bilan Alloh Nuhni Odamdan keyin tunji payg'ambar sifatida avatdi. Ana shuningdan keyin boshqa payg'ambarlarmi bir-birlab avatilgan edi. Mana bular Qur'on Karim bayonlarining bir qismi. Hamda hadisning bu vaqtda nima deydiganligiga qarab boqaylik. Hadis Qur'on Karimdan qolsa, islom dinining ikkinchi manbasi bo'lish sifati bilan Qur'on Karimning yuqorqi bayonlarini ta'kidlaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Agah bo'linglarki, Rabbim meni bugungi mush kunda menga bildirgan narsalar orqali sizlar bilmaydigan ilmlardan ta'lim berishga buyurdi. Rabbim aytdi: Shubhasizki, mening bandamga ato qilganlarim uning uchun haloldir. Shaksizki, men ularning hammasini to'g'ri aqidali qilib yaratganman. Ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib ozdirdi. Imom Muslim rivoyat qilgan 2865-hadis. Mazkur sahih hadis o'sha vaqtda kelgan eng ro'shan va aniq hadis bo'lib, hadisda insonlarning Odam ota davridan boshlab tavhid aqidasi bo'yicha yashab kelganligi, ammo ularning shaytonning orqasiga kelib haq yo'ldan ozg'anligi qayd qilingan. Mana bu bir xudolik to'g'ri e'tiqodning asosi. Keyingi ko'p xudolik va mushriklik hamda uning
qarmaqatki dinsizlikning to'g'ri yo'ldan qiyib ketgan azg'uliq ekanligini uqtiradi. Bu ma'nini yana har bir insonning aslida Allohni taniydigan to'g'ri ong va sog'lom fitrat bilan dunyoga kelganligi, ota-onasi va shuning o'xshash bir qator omillarning ta'sirida to'g'ri dindan burilish hodisasi kelib chiqadiganligi, fitratdagi burilishning u tug'ilgandan keyin yuz beradiganligi haqida buni sahih hadismi quvvatlaydi. Har qanday bir bovoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ota-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358 hadis, Muslim 2658 hadis. Yuqorqi Qur'on va hadis bayonlariga binoan insonlarning aslida aqlin ustida bir ummat bo'lib yashaganligi, ko'p xudolik aqidasi va boshqa variantlarning keyin paydo bo'lgan kalkundi narsalar ekanligi muqarrar. Ushbu haqiqatga asosan yuqorida so'zlab o'tilgan aqliy va naqliy bayonlarning hammasi birdek dinning bosqichli taraqqiy qilishidan barliq kelganligiga doir qarashning faqatla ilmiy asosi yo'qligini, uning faqatla bir turkum farazlar dövsidan iborat ekanligini muayyanlashtiradi. Yuqorqilardan shuna xulosa chiqaramizki, Xudo to'g'risidagi aqida insonning asl tabiatida shaksiz mavjud. Sog'lom tabiat insonni o'zining yaratqusi tomon yetaklaydi. Bu nuqtadan din insonlar taraqqiyotining mahsuli bo'lmasdan Allohning yaratishi va vahiysidan iborat. Dinning manbasining mohiyatda Xudo ekanligini muayyanlashtirib bo'lgankanmiz, endi biz dinning insoniyat uchun har tarafdan zarurligi, insoniyatning baxti uchun din bo'lmasa bo'lmaydiganligi, ya'ni insoniyatning dinga muhtojlik qatorida temlarni yo'ritib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yagona yaratquchi. 75-bet. İnsaniyat dinga muhtoj. İnsanning dinga bo'lgan ehtiyoji mohiyatda ikkilamchi yoki qo'shimcha ehtiyoj bo'lmasdan, balki to'g'ri xarakterga ega va asosiy o'rinda turadigan birlamchi zarur ehtiyojlar jumlasidandir. Chunki bu inson hayotining ma'naviy javhiriga, uning mavjudligining siri va uningdagi eng chunqur ibrat va hikmatlarning bayqilishiga chetiladi. Bu xil ehtiyojni tövandagidek mundaq bir qancha turlik omilning natijasi deb aytish mumkin. Birinchi, aql mavjudlikdagi buyuk haqiqatlarni bilishga muhtoj. Aql Alloh taolaning insonlarga ato qilgan eng buyuk ne'matlardandir. İnsan uning bilan koinotdagi barliq shaylardan hurmat va izzat ikromda ustun bo'lib hisoblanadi. U orqali shaylarni taniydi, analiz va tafakkur qiladi. Natija hosil qilish u orqali amalga oshadi. Shuning uchun aql insonni har vaqt o'zi va atrofidagi haqiqatlar haqida izlanishga, shaylarning tagi-taxtini qizishga rag'batlantirib turadi. Aql insondagi idrokiy quvvatdan iborat muhim salohiyat egasi bo'lish bilan hamisha o'z quvvatini kuchaytirish va uni to'yindirishni asosiy vazifa qilgan. Shu vajdan u bilishni amalga oshirish orqali o'z bilim ma'rifatini beyitishga eng yuqori darajada muhtoj. Navoda u bu ehtiyojni qondirmaydi ekan, hurmat va izzatga loyiq sharaflik maqomidan noloyiq darajaga tushib ketishi va shuning bilan tang uning egasi bo'lgan insonningmi insonlikdan iborat hurmatlanishga tegishli salohiyatni yo'qotishi, buning natijasida insonlik martabasidan tushib, o'ziga nomunosib martabaga mahkum bo'lishi muqaddar. Yig'ib aytganda, insonda aql ehtiyojining qondirilmasligi uning o'zi bilan aqlsiz mavjudotlar orasidagi farqning yo'qolishini keltirib chiqaradi. Undaqda bu yerda ko'z tutilayotgan aqlning konkret ehtiyoji zori nima? Buning javobi shuki, aqlning ehtiyojini qondirib, uning quvvatini kuchlantiradigan asosiy kuch bilim ma'rifatdir. Bilim ma'rifat dal aqlning ozuqi va ehtiyojidir. Dal mushu ehtiyoj bo'lg'achqa, u o'zi haqida atrofdagi jonliq va jonsiz shaylar hamda koinotdagi jami hadislarning siri va ularning orqa ko'rinishi, manbasi, g'oyasi haqida izlanishdan to'xtab qolmagan. İnsan o'zining bu xil ta'xirsiz ehtiyojining taqozosi bo'yicha haqiqat haqida, mavjudlikning siri, manbasi va g'oyasi haqida hamda o'zining bu koinotdagi roli va insonlik vazifasi haqida izlanishi muqarrar. Navoda u o'ziga qayerdan keldim, qayerga boraman va nima uchun degan savollarni qo'ymaganida, shundaqla bu savollarning javobi haqida izlanish orqali haqiqiy bilim ma'rifatni qo'lga keltirmaganida, chuqumki bu uning insonlik maqomini, sharaf martabasini tavratmay qolmaydi. Shu sabab inson qadimdan tortib yuqorqidagi savollarga tinmay javob izlab keldi. İnsanlar
Men qanday paydo bo'ldim? Men o'zi hiç paydo bo'lib qoldimmi yoki barliq keltirildimmi? Agar barliq keltirilsam, unda kim meni barliq keltirdi? Meni barliq keltiruvchi bilan bo'lgan munosabatim qanday? Men barliq keltirilgan bo'lsam, unda men yashayotgan bu koinotchi, osmon, zamin, yulduz, oy, quyosh sistemasi, o'simliklar, hayvonotlar hamda barliq jonliq va jonsiz shaylarchi, bularmi o'z-o'zidan paydo bo'lganmi yoki bularning hammasini idora qilib turuvchi, intizom qiluvchi bir kuch, bir yaratuvchi, bir qudrat egasi bormi degan savollarni qo'yib keldi. İnsan yuqorqidek hayotlik chirishlik savollarni o'tirib qo'ygan sari uning bilishga, ma'rifatga bo'lgan ehtiyoji yana ilgilgan holda inkor qiluvsiz haqiqat bo'lgan o'limdan iborat momatlikning siri va uning haqiqati haqida izlanishi zarur bo'ldi. Buning bilan u o'lim shaksiz haqiqat bo'lgan ekan, undaqda hayotlik mushu o'lim bilan tugamdi yoki dunyo hayotligidan boshqa ikkinchi bir hayotlik mavjudmi? Agar u o'lgandan keyin qayta hayotlik bor deyilsa, undaqda u hayotlik qayerda? Agar ikkinchi bir hayotlik mavjud bo'lmasa, acaba insonning bu qisqagan hayoti o'lim sababli qilgan, etgan bo'lib, hamma ish oxirlashamdi? Agar undaq bo'lganda, havoyi avas orqasiga kelib, dunyoda yomon ishlarni qilganlar, zulm qilgan, o'ltirgan, urgan, chopgan, bulg'an, nahaq qon to'kkanlarning hammasi o'lim bilan tugamdi? Yoki o'lim orqasida yomon ish qilganlarni jazolab, yaxshi ish qilganlarni mukofotlaydigan ishlarmi bo'lamdi? Qatorliq savollarni o'ttirib tashlashga boshladi. İnsan yuqorqilar haqida o'ylangan va javobga tashna bo'lgan sari o'zi haqida yana bir qator savollarning javobini bilish istikida bo'ldi va o'zi haqida inson nima uchun mavjud, nima uchun uningga aql va erkin iroda berildi, nima uchun uningga hayvon va boshqa jonlilardan farqli imtiyozlar berildi, nima uchun koinotdagi nurg'un narsalar uning manfaati uchun xizmat qiladi? Acaba uning mavjud bo'lishida biror g'oya bormi qandoq? Acaba u bu hayotda hayvonlar kabi faqat yeb ichish uchun bormi yoki uningga biror vazifa yuklanganmi? Agar uning mavjud bo'lishida bir g'oya bor deyilsa, undaqda u g'oya nimadan iborat? Buning javobini qayerdan va qanday topib bo'ladi? degan savollarni qo'ydi. Halbuki inson aqlini hayronlikda va ussizlikda qo'ydigan bu savollarning xos aqlning tafakkuriga qarashli qilib qo'yilishi insonni haqiqatan qiynab kelgan edi. Shuning bilan bu xil qiynalish yuqorqi savollarning javobining jalbkorligini texim oshirib o'tdi. İnsan dal mushu xil ehtiyojlar tufayli o'zining naqadar ojiz va o'ziga muhtoj bir mavjudlik ekanligini his qilib yetgan bir paytda savollarning jami javobini dindan iborat bu buyuk nijotkordan topgan edi. Dar haqiqat din insonning yuqorqi savollariga shifoliq javob bera oladigan yagona manba bo'lib, uning insonga bildirgan tunji ma'rifatimi insonning yo'qlikdan barliqqa kelishining hargizmi tasodibiylik va behudlik emasligi edi. Din yana insonga insondan iborat bu mavjudlikning koinotdagi mavjudotlar orasidagi eng ulug' maxluq ekanligi haqida ta'lim berdi. U insonga uning yaralmish maxluq ekanligi, uning o'zgiga muhtoj bo'lishdagi sababning undaq oddiy emasligi, aslida uning o'zini yo'qdan bor qilgan bir yaratquchisi, bir xudosi borligini, bu xudoning uni yaratgandimi eng chiroyli shaklda qomatini tik va go'zal qilib yaratganligi, aqlini bo'lsa uningga tafakkur qilsin, izdansin, Rabbini tonisin va shuningga loyiq amal qilsin deb ato qilganligi haqida ta'lim berdi. Alloh sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar. Mü'minun suresi 78-oyat. Din yana insonga buyuk olam bo'lgan koinotning aslo behud yaratilmaganligi, har narsaning muayyan intizom, o'lcham va qonuniyat bilan barpo qilinganligi, har shayning bir hisobi, bir natijasi bo'lganligi. Buning mohiyatda Allohning insonga qilgan rahmati va in'om bo'lib, bu ne'matning xayrliklaridan inson o'z ixtiyoricha bahramlansa, barakatlaridan xohlagancha foydalansa bo'lganligi. Shundaqla yaratquchining ushbu koinot qudrati, borligi va birligiga pok bo'lgan dalillar, alomatlar ustida izlanishi va tafakkur qilishi hamda bu orqali o'z Rabbiga qanday itoat ko'rsatishi munosibligi haqida ta'lim berdi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ali İmran suresi 190-oyat. Demak, inson o'zi va o'zi yashayotgan dunyo haqidagi buyuk haqiqatlarni bilishga,
ya'ni ma'rifatga muhtoj. Shundoq ekan, bu ehtiyoj tabiiyla insonning diniga muhtoj bo'lishini keltirib chiqargan. Mana bu insonning diniga muhtoj bo'lishidagi birinchi omildir. Ikkinchi, sog'lom fitrat diniga muhtoj. İnsan aqlining ehtiyoji asosida dinga muhtoj bo'lganidek, u insonning tabiatida yana dindor bo'lishimi bor. Shunga sog'lom tabiatga ega har qanday bir inson har qachon sig'inadigan va umidlanadigan bir qudratga, bir kuchga muhtoj ekanligini his qilib yashaydi. Chunki inson faqat aql bilan inson emas, u yana qalbga, ruhga, vijdonga, tuyg'uga ega. Uning vujudi yuqoriqilarning hammasi birlashgan vujud bo'lganlik uchun ondan insonlik salohiyati ega bo'lgan. Fitrat insondagi o'zining yaralmish ekanligini, musibatga yo'liqqanida, ig'irchiliklarga duch kelganida va qiyin ahvolda qolganida o'ziga yordam beruvchi Allohga muhtoj ekanligini his qildiradigan tug'ma sab ongni va suzuk insoniy tabiatni ko'rsatadi. Inson yaralishida bu xil tug'ma va tabiiy tuyg'u uning ruhining chunqur qatida yer olgandir. Fitrat Allah Taalaning insonga o'zini tonishi va haq dinni qabul qilish uchun ato qilgan tug'ma va tabiiy xususiyatdir. U har bir insonda xuddi uning tenidagi geniga o'xshash mavjud bo'lib turadi va uning haqiqatga moyil bo'lishiga turtki bo'ladi. Fitrat yana insonning haq dinni qabul qilish uchun uning ruhiy ekinzorligiga tikilgan ilohiy urug'dir. Uning bixlanib ko'klishi, yashnishi yoki bu holatida qilib qurib tugishi insonning uni qanchalik parvarish qilishiga, yashnatishiga bog'liq. Uni qanday parvarish qilish albatta insonning yashagan muhiti, olgan ta'lim tarbiyasi va ta'sirga uchragan kishilar bevosita munosabatli bo'ladi. Inson mayli qanday qismatga yo'liqmasin, fitrat uningga insonga xato yo'llar orasidan to'g'ri yo'lni farq etkizish va uni hidoyat yo'liga selish uchun uningdan ayrilmaydi. İnsanның fitrat bilan yaratilganligi va inson tabiatining ushbu fitrat bilan sug'urganligi to'g'risida Qur'on Karim mundaq deydi. Batil dinlardan yuz o'rib, islom diniga o'zlangan. Allohning diniga yaratilmish saf fitratga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Rum suresi 30-oyat. Bu xil fitrat garchi insonning sog'lom dunyoga operidi bo'lishi bilan suzukligi va sapligi bo'lganmagan holatida insonni to'g'ri yo'lga selishga yetakchi rol o'ynaydigan bo'lsa-mu, ammo u kishilarning har xil bema'ni ideyalari yoki muhitning turli salbiy ta'sirlari tufayli bulg'anishga uchraganlik uchun o'z rolini avvalgi suzuk holatidagidek to'liq joriy qildira olmay qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buni so'zi yuqoriqilarga ishoratdir. Her qandaq bir buvoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ota-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358-hadis, Muslim 2658-hadis. Qur'on Karimdagi bunu oyat dal fitratning xarakterini nihoyat ro'shan tarzda bayon qilib bergan bo'lib, dinning inson tabiatida aslidan bor ekanligiga va insonning unga muhtoj ekanligiga bu oyatdan ro'shanroq dalil bo'lmasi kerak. Allah Taala mundaq deydi. Allah sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshivelinganiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi-da, cho'qinayotgan butlarini tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Yunus surasi 22-oyat. İnson fitratidagi bu xil quvvat ana shundoq insonning eng ig'ir ahvolda qolgan kunlardami uning sig'inadigan joyini, umid chirg'ining qaysi tarafda ekanligini his qildirish xususiyatiga ega. U insonga uning nima sababli to'g'ri yo'ldan qayib ketganligini va to'g'ri yo'lda yurish uchun qanday qilishi va kimga iltijo qilish kerakligini his qildiradi. İnson turmushining har xil hodisalari va o'z duch kelayotgan turli masalalar, mas'uliyatlar, rohat-farog'at yoki jafo-mashaqqatlar oldida fitratining chaqiriqi va uning ko'rsatmalarini unutsa-mu, ammo u yuqoridagi to'siqlardan ayrilgan, faqat o'zi bilan o'zi yolg'iz qolgan vaqtlarda fitratining yangroq sadosi uni g'aflatdan uyg'otalaydi. İnson qachonki g'aflatdan uyg'ongandek bo'lsa, ixtiyorsiz holda fitratining telefoni o'rnidamay, telefonni bajarib keltirmay qo'ymaydi.
fitratdan iborat bu sap tabiat yuqorqida xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga u yana inson emidan mangu ayrilmaydi. U insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qolmay, insonni go'zallik va yaxshilik qo'yindab, qabihlik va yomonlikdan yergandirdi. Insonda fitratdan iborat sap tabiat bo'lganligi uchun u hamisha mukammallik izlaydi. Hamisha o'zi talab qilgan, izlagan va umid qilgan narsaning qo'lga kelishining nuqson va qusurdan xoli holda qo'lga kelishini orzu qiladi albatta. Albatta inson o'z tabiatining turkisida go'zallikka, farog'atga, baxt saodatga intilgan ekan, bu xil intilish uning mukammallik qo'g'lashidagi asosiy kuchga aylanib, o'zini va o'zi yashayotgan dunyoni bilish qizg'inligi yanada oshadi. Buning natijasida u o'zining o'zligidan bar bo'lib qolgan mavjudlik emasligini, balki boshqa bir kuchning ta'siri bilan mavjud ekanligini va buning ojizlikdan boshqa narsa emasligini his qiladi-da, tabiatidan kelgan bu muhtojlikni qondirishni armon qiladi va nihoyat qudratli bir kuchga sig'inishni istaydi. O'z tabiatining bu xil ehtiyojini qondirmagan, vujudida yaralgan bu xil bo'shliqni to'ldirmagan kishining ruhiyati qurg'oqlik va paragandichilikdan xoli bo'la olmaydi. U toki yaratquchiga aqida bog'lagan qadar shundoq o'tadi. Allohga aqida bog'laganda uning chanqoq ruhi ussizlikqa qonadi va ruhiy aminlikning, xotirjamlikning ta'min etishga boshlaydi. Inson mana bu sababdanmi dinga muhtojdir. Imom Yusuf Qardaviy mundaq deydi: inson tabiati fitrati nuqtasidan elib aytganda, insonni ilm-fan, madaniyatli qanoatlantira olmaydi. Uning ruhi chanqoqlikni adabiyot san'atla qondira olmaydi. Uning ruhi bo'shliqini ziynat yoki aysh-ishratlar to'ldira olmaydi. İnsan taki Allohga bo'lgan aqidani topmoqcha, qalbi bearam, ruhi chanqoq, tabiati tashna va ma'naviyati quruq holatda yashaydi. İnsan Allohga bo'lgan aqidani topgandan keyinla ondan xotirjam bo'ladi, qalbi amin topadi va o'z ruhiyatini topganligini tunib yetadi. Faylasuf Agust o'zining dinlar falsafasi degan kitobida mundaq degan: "Men nima uchun dinga e'tiqod qilaman? Men har qatim bu savolni so'rash uchun lavlarimni harakatga keltirishim bilan savolning javobi men savolni so'rashga ulgurmayli menga. Men bir dinga e'tiqod qiluvchiman, da'vat qilganligini his qilaman. Men buningdan boshqa javobni berishga qodir emasman. Chunki dindorlik insonning o'zligidagi zarur ma'naviy ehtiyojdir. Ba'zilar menga bundoq bo'lishi irsiyat yoki diniy ta'lim-tarbiya yoki xulq mijozning ta'siridan bo'ladi deyishdi. Men ularga shundoq deymanki, bu xil gaplar bilan o'z-o'zimga talay qatim e'tiroz bildirmoqchi bo'ldim. Ammo bu masalani hal qilmoqda yo'q, aksicha masalaning hal qilish yo'lini texim orqaga chekindirib o'tganidek tuyg'u keltirib qo'ydi. Imom Qardaviy yana mundaq deydi: din insonning asl tabiatida barqaror yaratilganligi uchun Qur'on Karim dinni insonning saf fitratining tabiatining o'z ayni deb muayyanlashtirgan. Alloh taolo mundaq deydi: Batıl dillerden yüz örüp İslam dini özlengin. Allah'ın diniga yaratilmiş sap fitret ergeşkin ki Allah insanlarını şu din bilen yaratkan. Allah'ın yaratkanıda özgürüş bulmaydı. Bu doğru dindir. Lekin insanların tolusu bilmeydi. Rum suresi 30. ayet. 3. Cemiyet diniga muhtaç. İnsan özünün aqli, ruhi ve tabiati bilen dinga muhtaç bolganidek, insanlar topidan tarkib topgan bir jamiyat uchunmi ularning e'tiqodi va axloqiy jihatdagi ish-harakatlarini tartiblash turtki bo'ladigan jamiyatning muqimligini va kishilarning inoq ittifoq hayot kechirishini tabiiy holatga ega qiladigan, shundaqla birovlarning kuzatchiliksizmi kishini o'zligining xayrli ishlarga undaydigan hamda yuklangan majburiyatlarni uzluksiz ado qilib turishga rag'batlantiradigan axloqiy prinsiplarga va ruhiy turtkilarga ehtiyoji bor. Gerçi yuqorqilar uchun turli qoida nizomlar insonlarning o'zlari tarafidan tuzilib va tatbiqlanib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo bu tuzum va nizomlar insonni o'zini o'zi qo'g'dashga, o'zini o'zi qo'zg'ashga, o'zini o'zi aydashga yaramaydi. Chunki bu xil tuzumlar kishilarni o'zligidan xolab va suyib turib bajarib keltirishga yetarlik omil bo'la olgani yo'q. Shundoq bo'lgan ekan, albatta kishilarga sirtqi jihatdan haydakchi bo'lgan emas, balki ularning ichki dunyosida turib, ularni amal qilishga, mas'uliyatni suyib bajarib keltirishga turtki bo'lgan axloqiy qimmatlar, ichki undaklar bo'lishi lozim. Buning uchun ularga shundoq bir kuch haydakchi bo'lish kerakki, u kuch rolini qancha joriy qildirsa, uning turtkisida vujudga chiqqan har bir ish harakat isloh bo'ladi. Bu kuch zoyi qilinuvdek, buzilgudek bo'lsa, uning turtkisida vujudga kelgan har bir ish harakatmi xayrlik bo'lmaydi.
Bu kuch dal insonning qalbining cho'nqur qatlariga qadar, vujudining har bir juz'iylariga qadar singib boruvchi diniy aqidadan, iymon e'tiqoddan iborat. O'zaro hamkorlik jamiyatning bexatarligi va gullanishining asosidir. O'zaro hamkorlik ishga oshmagan jamiyatda shaxsiyatchilik, ojizlik, xorlik qad ko'taradi. Din bo'lsa bu jihatdan jamiyatni himoya qiluvchi qalqondir. Chunki a'zolari bir-biriga yar yo'lak bo'ladigan, bir-birini qo'llaydigan jamiyatlar ro'naq topadi va gullanadi. Halbuki bu xil hamkorlik oldi bilan ularning orasidagi hamkorlikni va har turli munosabatlarni tangshab, intizomchanlikni va o'zaro huquqlardagi barobarlikni ishga oshiradigan, ularning har birining o'ziga yarasha mavjudiyatlarini va mas'uliyatlarini belgilab, har bir jamiyat a'zolarining huquqi va talablariga kafolat qiladigan bir mukammal tuzum barpo bo'lganda, ondan ishga oshadi. Albatta bu xil mukammal tuzummi insonni bo'yintovliqning oqibatini qo'rqitib, belgilangan intizomni muhofaza qilishga va rioya qilishga rag'batlantiradigan, ko'ngillarda o'z hayotini saqlab, kishilarning cheklangan ishlarni sodir qilib qo'yishni to'sadigan saltanatlik bir kuchning yordamida aylanmaydi. Undaqda bu kuch qanday kuch? Bu savolga professor doktor Muhammad Abdullah Daraz javob berib mundaq deydi. Bir jamiyatning gullanishi uchun cho'qim shu jamiyat a'zolari orasida o'zaro hamkorlik shakllanmaki zarur. O'zaro hamkorlik ishi bo'lsa, har qaysi munosabatlarni tuzumlashtiruvchi va jamiyat a'zolarining huquqi va mas'uliyatini belgilab beruvchi qonun nizom orqali ishga oshadi. Buning uchun cho'qim mazkur qonunning hay'atini jamiyat a'zolari qalbida namoyon qilib turadigan, qonunning izzat hurmatini dafsanda bo'lishdan saqlab qola oladigan kuzatuvchi va rahbarlik qiluvchi bir hukmrondan bejat bo'lmaydi. Albatta buni atayin eskartib yurishimizning ashi bo'limiz kerak. Chunki buning hammasi allaqachon ko'pchilik tarafidan e'tirof qilinib bo'lgan prinsiplar bo'lib, bu vaqtda yana to'xtalaverish ortiqcha. Amaliyotda mazkur masalaning markaziy ideyasi ashu kuzatuvchi va rahbarlik qiluvchi hukmronning zot nimaligini aniqlash haqidadir. Tadqiqotimizning bu vaqtdagi bo'lkida biz shuni isbotlamoqchimizki, yer yuzida qonunning izzat hurmatini kafolat qilish, jamiyatning birligi va omonligini qo'g'dash hamda osoyishlik va xotirjamlik barpo qilish jihatda dinning kuchiga tang tura oladigan yoki tangsha oladigan hech bir kuch yo'qdir. Buningdagi sabab inson koinotdagi barliq jonliq mavjudotlar orasida xuluqi yoki ko'zini tangib olmasdan, shundoqla put-qo'lini kishallab olmasdan, uning qon tomirlarida oqmay turibmi, uning ixtiyoriy yurish-turish va ish-harakatlarga qo'mondonlik qilib turadigan bir yetakchi bo'lishidek alohidlik bilan farqlanib turadi. Mana bu insonning insoniyligi va ruhoniyligining asli mohiyati. Mazkur rahmanning nomi sharif bo'lsa, ideya yoki diniy aqidadan iborat bo'lib, bu nuqtadan inson mangu ideya va aqidaga asirdir. Ammo bir turkum kishilar bu xil vaziyatni ostin-ustun qilmoqchi bo'lishdi va haqiqatdan ezib ketdi. Ular aqida va ruhiyatni moddiyat va iqtisodni asos qilgan bu hayotga ta'sir ko'rsatmaydi, balki u ikkisi moddiy hayotning ta'siriga uchraydi deb qaradi. Bu xil marksizmchi qarash amaliyotda birinchi bo'lib insonni o'zining yuksak hurmat taxtidan tushirib, yana orqaga chekinadigan holda hayvonlar bilan teng o'rin qo'yishdan, kishilarni qalb va ruhiyatdan nasibasiz qoldirib, ularning tugal moddiy hayotni tanlashini qo'llab-quvvatlash hamda asrlar bo'yi shaxs va kollektivning ish faoliyatlarida amaliy tajribadan o'tib bo'lgan poklik haqiqatlarni ostin-ustun qilib ko'rsatishdan boshqa narsa emas edi. Bundoq bo'lish uchun ular eng oldi bilan o'z baxt saodatining mushu turdagi moddiy hayot orqali barliq kelganligiga o'zlarini qoyil qilib beqish kerak. Demak, inson ana shundoq to'g'ri yoki xato bo'lishidan qat'iy nazar mangu e'tiqod orqali yetaklanadi. Navoda uni yetakligini to'g'ri e'tiqod bo'lsa, hamma ish sog'lom davomlashadi. Aksicha bo'lsa, hamma tang birpat bo'ladi. Shundoq, inson sirtidan emas, ichidan yetaklanadi. İnsani huquqlar hurmat qilinadigan, majburiyatlar mukammal ravishda o'rnatiladigan fazilatli shahar barpo qilish uchun kollektiv qonunlarning yoki hukmron kuchlarning bo'lishi kifoya qilmaydi. Chunki mas'uliyatini darridan yoki turmadan va yoki iqtisodiy jazodan qo'rqib ado qiladigan kishi javobgarlikdan qutulib ketishiga ko'z yetib qolsa, uzun o'tmaylar yana qonunni dafsana qilishdan yanmaydi. Bizning ilm-fan va madaniyatni keng ko'lamli umumlashtirishning o'zida tinchlik va osoyishlikni qo'g'ib keltirishning kafolati bo'la oladi hamda bu diniy va axloqiy ta'lim-tarbiyaning o'rnini ola oladi degan qarashga kelishimizning o'zi eng cho'ng xatolikdir. Chunki ilm-fan amaliyotda ikki bislik quroldan iborat. U xuddi barpo qilish va gullantirishga yarg'anadek gumron qilish va vayron qilishga yaraydi.
Şuna uni yomonlikqa va buzg'unchilikqa emas, insoniyatning foyda manfaati va zaminning taraqqiyoti uchun xizmat qildirishga yetaklay oladigan axloqparvar, yaxshi bir rahbarning bo'lishi intayin zarur. Ana shu yaxshi rahbar dal aqida e'tiqoddan iborat. Demak, din shaxsning ko'ngil taskinligi, pokligi va saodat uchun zarur bo'lganidek, jamiyatning inoqligi, barqarorligi va taraqqiyoti uchun ham zarur. Shuningdek, din layoqatli bir inson bo'lish uchun qancha zarur bo'lsa, mukammal bir jamiyat qurib chiqish uchun ham shuncha zarur va ta'xirsizdir. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqidi ensiklopediyasi 1-qism 20 yaratquchi. 90-bet hech nima dinning o'rnini ola olmaydi. Yuqorida muayyanlashtirganimizdek, din aqliy, ma'naviy va ijtimoiy zaruriyatdir. İnsaniyet uchun ularning aqliyatining hidoyat tomon ilgirilishi, ruhiyatining poklikka yetishi va yashayotgan ijtimoiylikka ega hayotining baxt saodatli bo'lishi uchun din bo'lmasa bo'lmaydi. Bu nuqtada ko'p sonli insonlar din, irq, millat qatorliq jihatlarda turli yo'nalish va farqlarga ega bo'lishiga qaramay, birdek o'rtoqlikka ega. Hatto bu xil zaruriyatni dinga aqida qilguvchi ko'pchilik insonlarga nisbatan oz sonliqni tashkil qiluvchi dinsizlik tarafdorlarimi his qilib yetgan va e'tirof qilgan. Ular hayotning dinga bog'lanmay turib mukammallik topolmaydiganligini, Xudoning mavjudligi va oxiratdagi jazo va mukofotlar haqidagi aqidalarning kishilarni yaxshilikqa undab yomonlikdan to'sishda sal chog'lig'isiz darajada muhim rol o'ynaydiganligini, shundoqla insoniyatni ruhiy tushkunlikdan, ichki yemirilishdan va ma'naviy cheriklikdan qutqizadigan axloqiy qimmatlarni mustahkam asosga ega qilishga faqat dinning qodir ekanligini e'tirof qilishgan edi. Ulardan biri shundoq deydi: agar Xudo mavjud bo'lmaganida bizning uni ijod qilib o'ttirib olib chiqishimiz cho'qim zaruriyatga aylangan bo'ladi. Biologiya olimi va hozirgi zamon dinsiz faylasuflarning vakil xarakterlik nomzodlaridan sanalgan Richard Dawkins mundaq deydi: butun axloqiy qimmatlarni ma'lum bir asosga ega qilish faqat dinning qo'lidan keladi. Dinning insoniyat uchun zarurligi shunchalik ahamiyatga ega bo'lsa, undaqda bugungi davrda insoniyat aqlini lol qoldirayotgan, moddiy taraqqiyotning yuksak pallaga ko'tarilishiga sabab bo'layotgan ilm-fan bu xil zaruriyat va ehtiyojni to'liqlashda qanchalik ahamiyatga ega? Shuningdek, dindan xoli har qaysi maslak va falsafiy aqimlarcha bularning biror dinning o'rnini ola olamdi yo'q. Bu haqda islom aqida nuqtasidan shunday javob berish kerakki, hech nima dinning o'rnini ola olmaydi. Biz bu haqdagi tafsiliy javobni mushu davr allomalaridan Imom Yusuf Qardavining bayonlarini keltirish bilan kifoyalanmoqchimiz. Imom Qardavi mundaq deydi: bir turkum kishilar zamonaviy ilm-fan bilan dindan behojat bo'lg'il bo'ldi deb qarasa, yana bir turkum kishilar hozirgi zamon ideologiya, iqim va maslaklar bilan dindan behojat bo'lg'il bo'ldi deb qaraydi. Amaliyotda bu ikkili qarash xatodir. Hozirgi reallik shuni ko'rsatib turadiki, hech qanday bir ideologiya dinning o'rnini to'ldira olmaydi. Bunday qilib aytganda, dinning buyuk yetakchiligini joriy qildirishda hayotda hech nima dinning o'rnini bosa olmaydi. Birinchi, ilm-fan dinning o'rnini bosa olmaydi. Ilm-fan har qanday ahvolda din e'tiqodning o'rnini bosa olmaydi. Chunki ilm-fanning obyekti bilan dinning obyekti tubdan o'xshamaydi. Men bu yerda tilga olayotgan ilm-fan g'arb tushunchasidagi tor ma'nodagi ilm-fandir. Islom tushunchasidagi ilm koinotdagi juz'iy hodisalarni, olamning buyuk haqiqatlarini bilishni o'z ichiga oladi. Ya'ni u dunyoviy va diniy ilmdir. Bu nuqtada aytib aytganda, islom tushunchasidagi ilm faqat moddiy ilm bo'lmasdan, balki u olamga, hayotga, insonga va shularni yaratgan zotga chiqish bo'lgan ilmni o'z ichiga oladi. G'arb tushunchasidagi ilm-fanga kelsak, uning dinning o'rnini bosishiga hech qanday salohiyati yo'qdir. Chunki uning vazifasi faqat insonga hayotning moddiy jihatdagi vositalarini va qiyinchiliklarni qulaylashtirib berishdan iborat xolos. Shuning uchun u insonga hayotning sir asrorlarini aytib bera olmaydi yoki koinotning mushkullarini va buyuk masalalarni hal qilib bera olmaydi. Shu vajidan zamonimizda ilm-fan sohasida uchqandek ilgirlagan, ilm-fan utuqlaridan zo'r natijada foydalanayotgan davlat aholilarining ruhiy bo'shliqdan, ruhiy iztiroblikdan, fikriy chechalang'ulikdan, o'zlarining hech nimaga arzimas bir maxluq ekanligidan, ruhiy iskanjirashdan va vayronchilikdan qaqshayotganligini,
Yoshlarning har xil bid'at aqim va maslaklar orasida tarqab yurayotganligini, hayotning mashinalashib, turmushining moddiylashib ketganligiga qarshi chiqayotganligini ko'rmoqdamiz. Bu ularning hidoyat yo'llarini topolmaganligidir. Jahon ahliga Yippi nomi bilan tanilgan G'arbning o'zi tug'ib, G'arb madaniyatiga qarshi hayotning ma'nosizligidan qaqshagan yoshlardagi ruhiy, jinsiy aynish va buzuqchilik buning dalil misolidir. Zamoniy ilm-fanning doirasi, kuchi va tadqiqot obyekti cheklikdir. To'g'ri, zamoniy ilm-fan insonga moddiy vositalarni taqdim etadi. Ammo insonga g'oya nishonni belgilab berish uning tadqiqot doirasi emasdir. Shunga turmushining hamma moddiy vositalarga ega bo'lsa-mu, insonning qadr-qimmatiga, aloyiliklariga, tug'ma xususiyatlariga munosib keladigan biror ulug'vor nishoni yo'q. O'zgiga dushmanlik qilishda yirtqich hayvonlardek, o'z hayotini kechirishda char paylarda kechiradigan inson nima degan baxtsiz inson-a? Haqiqatan faqat dinla inson hayotning buyuk nishonlarini, mavjudiyatning buyuk g'oyalarini ko'rsatib bera oladi. Insonning mavjudiyat vazifasini belgilab beradi. İnsanның qadr-qimmatini yükseltirdi, insonga go'zal axloqlarni o'rgatadi, yomonlikdan to'sadi, insonni samimiylik bilan yaxshilikqa undaydi. Zamonaviy ilm-fan insonning moddiy ehtiyojini to'liq qondirdi, biroq insonning ruhiy chanqoqligini eng yuqori darajaga chiqarib o'tdi. Zamonaviy ilm-fan insonning ko'ksi parvoz qilishiga, dengizning cho'nqurliklarida o'sishga imkoniyat ato qildi, biroq insonga insoniy qalb bag'ishlay olmadi. İnsan hayotda insoniy qalbdan xoli holat yashaydigan, uning ilkidagi ilm-fan vositalari yirtqich hayvonga, portlatqichga, atom bombasiga, zaharli gazga, ximiyalik qurolga, urush vayronchiligiga va qo'rqinchli o'limga sabab bo'ladigan mikrobga aylanib qoladi. To'g'ri, zamonaviy ilm-fan insonning ayshariga chiqishiga imkoniyat yaratib berdi, biroq insonning bu olamda mavjud bo'lishidagi, yorlashidagi sirlarni yechib bera olmadi. İnsan zamonaviy ilm-fan vositalari bilan nurg'ulg'an narsalarni kashf qildi, biroq o'z ruhini topolmadi. Ilm-fan insonni ayshariga ilib bordi, biroq insonni zaminda baxtsizlikka erishtira olmadi. Ilm-fan aysharidan ozg'ina sheg'il top ilib keldi, biroq aysharidan o'z planetadagi baxtsizlikni, ruhiy iztiroblikni va ruhiy qag'chirashni yiltizdan talto'kis-to'kitadigan bir narsani ilib kelolmadi. Zamonaviy ilm-fan insonning tashqi dunyosini go'zallashtirdi, biroq insonning ichki dunyosini go'zallashtirib olmadi. Shundaqla tuyishchan, sezimchan, u o'ngshasa inson butunlay o'ngshiladigan, u buzilsa inson butunlay buzilgan rabboniy shafqatga to'lgan inson qalbiga ichkilib kirilmadi. Uni inson qalbi ruhiy va vujudiy deyishga bo'ladi. Mayli uning qandoq atilishidan qat'iy nazar, u insonning dal o'zidir. Zamonaviy ilm-fan insonga tabiatning ba'zi narsalarini bo'ysundirishga kuch ato qildi. Biroq insonning o'z havoyi havasini, ruhiy toniqishini, ruhiy iztirobini, xavfsizlanishini, iskan berishini, ichki to'qinishini va ijtimoiy turmushidagi ziddiyatlarni mag'lub qilish uchun bir narsa ato qila olmadi. Hozirgi zamon meditsina ilmi zo'r darajada taraqqiy qildi. Doktorlar hozirgi ilm-fan orqali qirishdan, o'limdan boshqa har qanday kasallikni davolab bo'ldi deydi. Ammo zamonimizda har xil kasalliklar intayin tezroq yemrilmoqda. Jumladan nerva va ruhiy kasalligi ham shunday bo'lmoqda. Ruhiy kasallik bo'lsa, jamiyat a'zolari birdek duch kelayotgan bir qancha xil ziddiyatlarning hosilasidir. Buning sababi zamonaviy ilm-fan modellarning qonuniyatlarini bilalagan, nurg'un kashfiyotlarni maydonga keltirgan bo'lsa-mu, insonning haqiqatini bayqay olmadi. Shunga zamonaviy ilm-fan peshvolaridan biri bo'lgan Alexis Carrelning bu vaqtda Natnish inson degan nomli dangliq asarni yozishi ajablanarli emas. Buning asosan zamonaviy ilm-fan inson vujudini moddiy jihatdan oziqlantirishga tirishdi, biroq inson qalbidagi his tuyg'u, orzu, tilak va tavranmas irodadan iborat bo'lgan ruhiy jihatdagi chanqoqlikni qondira olmadi. Natijada tashqi jihatdagi qaddi-qomatlik, muskullar po'latdek, ruhiy jihatdan vaholanki bu insonning aslidir. Ruhiy jihatdan hal qilib bo'lmaydigan krizis patqoqlik petib qolgan bir inson vujudga keldi. Bir statistikada isbotlanishicha, Amerikada cho'ng shahar aholilarining 80% har turli nerva va ruhiy kasallikdan qaqshaydi ekan. Hozirgi zamon psixologiyada isbotlanishicha, ruhiy kasallikning tub belgisi o'chmanlikdan, hasadxo'rlikdan, kelgusiga bo'lgan xavfsizlikdan, umidsizlikdan, gangrashdan, shaxsiyatchilikdan va o'zgarishlardan tashvishlanishdan iborat ekan.
Mana bular Allohga bo'lgan e'tiqoddan mahrum qolgan turmushga bevosita munosabatlidir. Ikkinchi, falsafa dinning o'rnini bosolmaydi. Yuqorida bizga ayon bo'lganidek, zamonaviy ilm-fan nazaridagi inson yanada natmish bir maxluq bo'lib, zamonaviy ilm-fanmi uning sir asrorlarini, mohiyatini ochib bera olmadi. Shundaqla insonning chunqur qatlamlariga ichkilib kira olmadi. Bularni Alexis Carrel, Rene Dobos qatorliqlar o'zlari bayon qilgan. Zamonaviy ilm-fan jonsiz moddalarni analiz qilib, ularning qonuniyatlarini ochib bera oladi. Ammo insonning dal o'zini bilishda ojiz kelib qoldi. Chunki inson murakkab bir maxluq bo'lganligi uchun uni bijirim shaklda yaratgan Allohla bilalaydi. Alloh taolo mundaq degan: "Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir." Mulk surasi 14-oyat. Zamonaviy ilm-fan insonni yetarlik darajada bilmaganlikdan, uningdan insonni to'g'ri yetaklashni, to'g'ri yaxshi yetildirishni, insonga nuqsonsiz bir qonuniy dasturni tuzib berishni kutgili bo'lmaydi. Balki texmi inchikilib deganda, uning texniklik tajriba sinoqlari bugungi kunda inson tabiatiga, insoniyat jamiyatiga eng xatarlik omil bo'lib qoldi. Falsafa nazariyatidagi insonning zamonaviy ilm-fan nazaridagi insonning taliylik emas. Ma'lumki, falsafa inson ko'ngil biladi, ammo Sokrat falsafani o'tirib qo'yib, "Ey inson, o'zingni top" deb inson aqlini o'zini tepishga o'zlandirganning biri falsafa inson ruhmi yoki moddami va yoki mangulik ruhmi, u aqldan iboratmi yoki shahvatdanmi, uningda farishtat ruh mujassamlanganmi yoki shayton ruhimi, uning asli yaratılışda yaxshilik bormi yoki yomonlikmi, u biz ko'rayotgan insonmi yoki niqoblangan chilbirimi, u shaxsiyatchi maxluqmi yoki o'zgaga ko'yimchanmi, u o'z markaz maxluqmi yoki kollektivizmchimi, u muqim turaq maxluqmi yoki o'zgarishchanmi, uningga ta'lim tarbiya unum beramdi yoki bermamdi, uningda tanlash ixtiyorligi bormi yoki yo'qmi degandek savollar bilan insonga bo'lgan qarashda bir fikr kelamadi. Falsafaning yuqorqi savollariga bergan javoblari har xil bo'ldi, ham bir-biri bilan to'qnashib qoldi. Siz ulardan foydali biror temani suzib ololmaysiz. Azhar shayxi bo'lishdan ilgari ilohiyatshunaslik fakultetida o'qitishlik qilgan ustozimiz professor doktor Abdulhalim Mahmud bunaq degan: "Falsafa deganning praktik qarashi yo'q. Chunki u biror qarash yoki fikrni o'tirib qo'yibla, undan darhol uning zid qarash fikrini tilga oladi." Mushtabdan ilohiy falsafaning materializm falsafasiga, idealizm falsafasining realizm falsafasiga, zururiyat falsafasining manfaat va dogmatizm falsafasiga zid ekanligi, uningdan boshqa nurg'unlagan ziddiyatlar falsafa sohasida ko'zimizga chalqib turadi. Demak, falsafa sohasida biri yekunlagan xulosani boshqa bir qarashchilar inkor qildi. Biri qurg'onni yana biri buzdi. Yuqoridagilarga asosan falsafa yakkalikda insonning to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi yoki insonning ruhiy chamqonliqni qondira olmaydi va yoki insonni bir metodga asosan hayotini qurib, shuning bilan qalbi aram topadigan ro'shan bir yo'lga boshlay olmaydi. Insonni to'g'ri yo'lga yetaklashdan va uni baxtli qilishdan eng yiroq turadigan olamning yaratquchisi borligini, insonning ruhiy tarafini, bu dunyodan boshqa yana bir dunyoning borligini inkor qiladigan falsafa bo'lsa, materializmchi falsafadir. Bu falsafalarning beshi marksizmchi falsafa bo'lib, u moddiy dialektik qarash ustiga qurilgan. Bu falsafa bir turkum materializmchi faylasuflarning Xudoning insonni yaratganligi to'g'ri emas, balki insonning o'zi Xudoni yaratgan degan so'zini tasdiqladi. Buningdek yana yo'qlik, shubhchilik, nihilizm falsafalarning hammasi birdek buzudi, ijod qilmaydi, yiqitdi, barpo qilmaydi. Professor doktor Daraz falsafa bilan dinning o'rtasidagi farqini ayirib mundaq deydi: Falsafa intayin tinch va so'q tafakkurni iborat. Ammo din bo'lsa intilishchan, faoliyatchan, ijodkor kuchdan iborat bo'lib, koinotda uning yo'lida bir narsa to'siq bo'lsa, uni o'ziga bo'ysundirdi yoki uning orqa nishoniga yetib boradi. Mana bu falsafa bilan dinning o'rtasidagi farqdir. Demak, falsafaning g'oyasi bilishdan iborat bo'lsa, dinning g'oyasi iymon e'tiqoddan iboratdir. Falsafaning nishoni o'lik tafakkur bo'lib, u nimjon shaklda ifodalanadi. Ammo dinning nishoni intilishchan ruhdan, harakatchan kuchdan iboratdir. Biz boshqalarga o'xshash falsafa degan bevosita inson aqlini g'adoqlaydi. Din bo'lsa mayli qandoqli bo'lmasin, uningga qalbning xotirjamligini qo'shilmoqcha aql ijodiyatini qabul qilmaydi demaymiz. Demak,
Falsafa degan inson tabiatining bir qismiga ko'ngil bo'ladi, ammo din inson tabiatiga bir butun ahamiyat beradi. Buningdan falsafa bilan dinning inchik farqi chiqib turadi. Demak, falsafaning g'oyasi mayli u amaliyotchilikda bo'lsin, u yana bir nazariyadan iborat. Dinning g'oyasi bo'lsa, uning ilmiy tarkibi qismidami uning amaliyotchiligi ifodalanib turadi. Falsafaning g'oyasi haqiqat, yaxshilik degan nima? U ishni qayerdan topib bo'ldi deganlarga javob berishga iboratdir. Ammo biz qaysi haqiqatni yaqinladik yoki yaxshilikni qanday qilib boramiz deganlarni ko'rsatib bermaydi. Din degan insonga haqiqatni faqat bilib olish uchun bildirilib qo'yilmaydi. Balki insonning uningga e'tiqod qilishi, uni yaqlashi, ulug'lash uchun bildirildi. Shundaqla din insonga o'z vazifasini to'liq ado qilishi va uni amallashtirish bilan o'zini mukammallashtirish uchun hayotdagi vazifasini bildirib qo'ydi. Professor Dr. Abdulla Daral so'zini davomlashtirib mundaq deydi. Din degan xalqchilik, demokratik ommaviy bir harakatdir. Falsafa bo'lsa, burjualarga xos bir maslakdir. Din tarqalishga intilsa, falsafa bekinmanchilikka intiladi. Din da'vatchisi ommarsiz bo'ladi. Faylasuf o'zining oliy ravqida turadi. Munbada bir faylasufning tafakkuri o'zgarib e'tiqodga aylangan bo'lsa, shundaqla bir musulmon o'zidan boshqani o'ylamaydigan odam bo'lib qolsa, ularning tafakkuri va e'tiqodlari faqat kulga o'xshash bir narsaga aylanib qolgan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yegani yaratquchi. 100-bet. Islom nazarida din. Biz yuqorida islom mutafakkirlari va din tadqiqotchilarining bayonlarini keltirgan asosda insoniyatning dinga muhtojligi, dinning inson hayotida kam bo'lmaydiganligi va hech narsaning dinning o'rnini bosolmaydiganligi haqida tushuncha berib o'tdik. Undaqda biz haqiqatan qilayotgan islomning nazarida din qanday narsa? Biz aqida qilayotgan islomning nazarida din qanday narsa? Islom aqidasining mavqesi bo'yicha qaraganda din zot nima? Endi biz bu to'g'risida to'xtalmoqchimiz. Din degan so'z arab tilida bo'ysunmoq, bo'ysundirmoq, itoat qilmoq, ergashmak, hisob bermak, yo'lga qo'yilgan shariat, bekitilgan tuzum, aqida qilingan maslak qatorliq bir qancha ma'nolarga ega. Tilshunoslar bu so'zning asli ma'nolari haqida o'xshamagan bayonlarni o'ttirib qo'ydi. Feyruz Abadi o'z qomusida din so'zining yuqorqidek ma'nolari borligi ustida tafsiliy to'xtalgan. Din degan so'z Qur'on Karimda 90-oyatda har xil ma'no va farqli kontekstlarda kelgan bo'lsa-mu, ammo hammasining ifodalagan ma'nolari asosan yuqoridagilardan chetlagan emas. İmam Ebu Bekir el-Baqilani din kelimesining ma'nosi haqida to'xtalib mundaq deydi. Din kelimesi ma'no jihatdan bir qancha yo'nalishda kelgandir. Bulardan biri dinning jazo yoki mukofot ma'nosini ifodalab kelishi bo'lib, bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Allah din kuni, jazo va mukofot kunining egasidir. Fatiha surasi 3-oyat. Din degan so'z ba'zida hukm belgilangan ma'nosida keladi. Padişahning hukm bo'yicha Yusuf hukmini elib qola olmaydi. Yusuf surasi 76-oyat. Din degan so'z yana palonchi islom diniga yoki yahudi diniga e'tiqod qiladi deb aytilgandek, birovning ma'lum iqim yoki yo'nalishga tava bo'lishini ko'rsatadi. Mana bu ma'no kishining o'zi tava qilmagan ashu dinga aqida qildiganligini va uning ashu dinga tava ekanligini bildiradi. Shuningdek, din yana Alloh taologa bo'ysunish, anga taslim bo'lish ma'nosida kelgan. Ahli sunnat olimlari din degan so'zning yuqoridagi ma'nolari borligini bayon qilgandan keyin uning istiloh va iste'moldagi ma'nolari ustida to'xtalib, bu haqda bir qator terminlarni o'tirib qo'ydi. Bularning ichida tövündekiler asosiy o'rin turadi. Birinchi, din aql egillarini o'z erkin ixtiyorligi bilan qalb va amal jihatlarida tugal yaxshilik yetaklaydigan ilohiy belgilamadan iborat. Din aql egillarini payg'ambar alayhissalom ilib kelganini qabul qilishga chaqiradigan ilohiy belgilamadir. Uchinchi, din aql egillarini o'z ixtiyorligi bilan dunyoda yaxshilikqa, oxiratda nijotga yetaklovchi ilohiy bekitmadan iborat. Yuqorqi ta'birlar islom olimlari tomonidan o'tirib qo'yilgan ko'plagan ta'birlar ichidagi xulos xarakterlik ta'birlardir. Qaraydigan bo'lsak,
ta'birlar muddao jihatdan asosan birdeklikka ega. Shunga professor doktor Muhammad Abdulla Daraz yuqoridagi ta'birlarni xulosalab, ularni birli ta'birga yig'inchoqlab bundoq degan edi. İslam ehlining yuqoridagi ta'birlarini tovandikicha xulosalash mumkin. Din insoniyatni e'tiqodiy nuqtalarda haqiqatga, ish-harakat va muomalalarda yaxshilikka yetaklaydigan ilohiy belgilamadan iborat. Demak, din insonlarni ma'naviy va amaliy taraflardan xayrga, saodatga, nijotlikka boshlab mang'uchi rahbardir. İslam dini Allah tarafından nazil bo'lgan vahiy asosida mukammallik topgan, o'zidan ilgirki barliq samoviy dinlarni amaldan qoldirib, eng oxirgi va mangulik yetakchilikni o'z ichiga olgan, o'zgartirish va o'ziga dinlarning kabi o'zga dinlar kabi burmilinib ketishdan yoki hayotning ma'lum tarafiga ko'ngil bo'lib, yana ma'lum taraflarga sal qarashlik nuqsonlardan va yoki kishilarning tabiiy iqtidori va talbiga uyg'un bo'lmagan takliflarni ularga yuklashda oshqulliqlardan xoli bo'lgan mukammal bir dindir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda ushbu dinni o'z huzurida maqbul din deb muayyanlashtirgan. Haqiqatan Allohning nazarida maqbul din islom dinidir. Ali Imron surasi 19-oyat. Allah Taala yuqoridagi muayyanlashtirib qolmay, islom dinidan o'zga har qanday dinni o'zining yetakchisi qilgan, islom aqidasidan o'zga har qanday aqidaga tava bo'lib, uning haq ekanligini tasdiqlagan va aqida qilgan shu dinni Allohning huzuridan kelgan haq din sifatida tanib, uning rozi bo'lg'uchilarning hech birining qilgan amallari va aqidalarining asla qabul bo'lmaydiganligini ta'kidlab, bunday deydi. Kimki islom dinining g'ayri dinini ta'kidlaydi ekan, hergiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Ali Imron surasi 85-oyat. Bu jihatdan islom dinining xosliqlaridan biri shuki, bu din o'zidan ilgirki samoviy dinlar kabi o'zini o'ttirib qo'yuvchi shaxsning nomi bilan atalmadi. Yoki maydonga kelgandan keyin o'z ahlining xarakteri, nom atiqi, ism sharifi qatorliqlar asosan atalmadi. Balki bu dinga ism sharifidan tartib bir ilohiy din bo'lishda xosliklangan bo'lib, islom din iborat bu nomni Alloh taolo vahiy orqali ushbu dinning muqaddas kitobida e'lon qildi va tarix davomida mushu nom bilan atilib keldi. Mana bu xil qabullanishning o'zimi o'z navbatida islom dinining Allohning huzuridan kelganligining bir ifodasidir. İslam barliq payg'ambarlarning dinidir. İslam dini nom jihatdan yuqorida xoslikqa ega bo'lsa-mu, ammo uning asli javhiri, negizli qismlari ilgarki barliq payg'ambarlar elib kelgan da'vat, chaqiriq bilan birdaklikni saqlagandir. Bu yerda ko'z tutganimiz dinning tub xosligi va negizini tashkil qiluvchi tavhid qismi bo'lib, islomdagi ilgarki dinlarning ibodat, shariatchilik va qonun-qoidaga munosabat taraflari bir-biridan farqlangan. Bundoq bo'lishida kishilarning foyda manfaatiga, shart-sharoiti va imkoniyatlariga rioya qilish oldin qo'yilgan. Chunki har davr kishilarning shart-sharoiti, hol-ahvoli va muhiti o'zgarib turgan edi. Islom dini bu farqlarga munosib javob bera oladigan, shariat jihatdan har qanday ahvolda o'zgartishga yoki to'liqlashga oid tushmaydigan mukammal sistemani barpo qildi va har qanday davr, sharoit, zamon va makonga munosib keladigan xoslikqa ega bo'lish bilan butunlandi. Mukammallik topdi. Tavhid va shariat jihatdan birlik saqlandi. Shunga bu nuqtalarda islom dini boshqa dinlardan alohida farqlanib turadi. Shubhasizki, Nuh alayhissalomdan boshlab toki Muhammad alayhissalomgacha avatilgan payg'ambarlarning hammasi birdek Allohdan o'zga iloh yo'qligini aqida qilish, Allohga sherik keltirish hisoblangan barliq e'tiqod va amallarni tark etish, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishdek tavhid shuarini o'z da'vatining eng asosiy chaqiriqi nishon qildi. Chunki tavhid insonlarning eng qadimiy va tunji dini bo'lib, Alloh taolo islom dini elib kelgan tavhid aqidasining insonlarning tunji dini ekanligini muayyanlashtirib bunday deydi. İnsanlar aslida bir din, ya'ni tavhid dinida edi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Ya'ni dinlar ko'paydi, butlarga cho'qinishdi. Parvardigoringning oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomat qoldirishni iborat taqdiri bo'lmasa edi,
ularning ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni tavhid dinidan boshqa dinga e'tiqod qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Yunus surasi 19-oyat. İslam dinining Muhammad alayhissalomdan ilgirki payg'ambarlarning haq va rost ekanligini, ularning qavmiga elib kelgan da'vati bilan o'z da'vatining birdek ekanligini tasdiqlashi va muayyanlashtirishi o'z navbatida uning ilohiy va haqdan ekanligini bildiradi. Chunki undaq bo'lmaganida İslam dini Allah tarafdan kelgan din turib, insonlarga nozil bo'lgan tunji dinning aksi yo'l tutib qoladi-da, bu xil zidliklar İslam dinining ilohiy din ekanligini zidlagan bo'ladi. Biroq İslam dini dal aksicha o'zining haqdan ekanligini jakarlab qolmay, o'zidan ilgirki samoviy dinlar bilan yiltizash ekanligini, ilgirki nozil qilingan kitoblarning, shundoqla kitob nozil qilingan va nozil qilinmagan payg'ambarlarning hammasining haq va rost ekanligini, barliq payg'ambarlar elib kelgan din bilan javhar qismida birdaklikni saqlaydiganligini va o'zining ushbu payg'ambarlar elib kelgan dinning davomi hamda eng oxirgi tuganchisi, xotimasi ekanligini o'tirib qo'ydi. Allah Taala bunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz Nuhqa va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek, haqiqatan sana vahiy qildik, hamda Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubqa, Yaqubning avlodlariga, Isoga, Ayyubqa, Yunusqa, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un rahbarlarni avatdik. Peygamberlerin avatdik. Ularning orasida ilgari sana bayon qilganlarimiz bor, sana bayon qilmaganlarimiz bor. Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa albatta iymon etdim va itoat qildim degichilarga bahona bo'lib qolmaslik uchun itoat qiluvchilarga jannat bilan xushxabar bergichi, osiylik qiluvchilarni do'zaxdan ogohlantiruvchi payg'ambarlarni avatdik. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Nisa surasi 162-oyatdan 165-oyatgacha. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, u sana o'zidan ilgari kitoblarning haqligini isbotlovchi kitob Qur'onni hikmat bilan tadrijiy nozil qildi. Ilgirki kishilarga yo'l ko'rsatgich qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Endi bo'lsa haq bilan botilni ayiruvchi Qur'onni nozil qildi. Ali İmran surasi 3-4-oyatlar. İslam dini tashabbus qilgan bir ilohga e'tiqod qilish, birli iloh uchun qulchilik va ibodat qilish tashabbusi ilgirki barliq payg'ambarlarning o'rtaq tashabbusi bo'lganligi haqida Alloh taolo bunday deydi: Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar, vahid deb vahiy qildik. Anbiya surasi 25-oyat. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kahillarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq turinglar deb payg'ambar avatdik. Nahl surasi 36-oyat. Darvaqa Qur'on Karimga nazar solganimizda ushbu nuqta talay oyatlarda ilgari surilgan bo'lib, Alloh taolo payg'ambarlarning dastlabki sanaladigan Nuh alayhissalomning o'z qavmiga qilgan chaqiriq haqida bunday deydi: Shak shubhasizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman, dedi. Araf surasi 59-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Ot qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdik. Hud: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmanglar, dedi. Araf surasi 65-oyat. Samudqa ularning qarindoshi Solihni payg'ambar qilib avatdik. U: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud yo'qdir, dedi. Araf surasi 73-oyat. Qur'on Karimda kelgan bayonlarning ko'pinchisida barliq payg'ambarlar elib kelgan da'vatining xarakter jihatdan o'rtaq ekanligi muayyanlashtirilgan. Hamda ularning da'vatiga ergashish va bu da'vatga rozi bo'lish qatorliqlar islom dinining mohiyatlik ma'nolaridan bo'lgan o'zini va barliqni Allohga topshirganlik, Allohning chaqiriqiga bo'ysunganlik kabi ma'nolar bilan ifodalangan.
Şundaqla iman keltirgenlerinin tili arqılıq ularning shu payg'ambarlar elib kelgan dinga va Allohga bo'ysunuvchilardan, ya'ni musulmonlardan bo'lganligi oshkora o'ttirib qo'yilgan. Qur'on Karim Nuh alayhissalom tilidan bayon qilib mundaq deydi: "Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim." Yunus surasi 72-oyat. Qur'on yana Ibrohim alayhissalom haqida mundaq deydi: İbrahim Yahudiymi emas, Nasarami emas, lekin u to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi, Allohga bo'ysunuvchi edi. Mushriklardan emas edi. Ali İmran surasi 67-oyat. Öz vaqtida Parvardigori uningga Parvardigorining amriga bo'ysungan dedi. U olamlarning Parvardigoriga bo'ysundim dedi. Baqara surasi 131-oyat. Qur'on yana İbrahim alayhissalomning Ka'bani bino qilganidan keyin o'z avlodlarining musulmon ummat bo'lib shakllanishini umid qilib, Alloh taolo duo qilganligi, hatto keyingi avlodlar uchun o'zining dini bo'lgan islom dinidan to'liq ta'lim beradigan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatishni orzu qilganligi to'g'risida mundaq deydi: O'z vaqtida İbrahim bilan Ismoil Ka'baning ulini qo'pirib o'tib, Parvardigorimiz bizning xizmatimizni qabul qilgan. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchsan. Niyatimizni bilib turg'uchsan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgan. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargan. Bizga hajimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgan. Chunki sen tavbini nihoyat qabul qilg'uchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pak sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pak qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan, dedi. Baqara surasi 127-oyatdan 129-oyatgacha. İbrahim alayhissalom ushbu duolarni qilib qolmay, o'zidan keyingi payg'ambarlar va avlodlariga musulmon holatida o'lishni vasiyat qilgan bo'lib, ularning avlodlaridan Yaqub alayhissalomning keyingi avlodlariga o'xshash vaziyatni qoldirib ketgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib: "Ey o'g'illarim, Alloh sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon bitinglarcha o'linglar", dedi. Baqara surasi 132-oyat. Qur'on yana Yusuf alayhissalom haqida xabar berib, uning mundaq duo qilganligini bayon qiladi: "Parvardigorim, menga haqiqatan podshohlik ato qilding. Tush ta'birini bildirding. Ey osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratuvchi zot, dunyo va oxiratda mening egamsan. Meni musulmon bitimchi qabzruh qilgin. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgin." Yusuf surasi 101-oyat. Qur'on yana podshoh Bilqisning qissasida uning Sulaymon alayhissalomning payg'ambarligiga iymon keltirganda aytgan so'zini bayon qilib mundaq degan edi: "Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergashib islomga kirdim." Naml surasi 101-oyat. Musa alayhissalom yoki Isa alayhissalomning qissalariga nazar solganimizdami, ularning chaqirig'ining yuqorqi payg'ambarlar bilan mohiyatda o'xshash ekanligini ko'rib olaymiz. Qur'on Karim Musa alayhissalomning o'z qavmiga qilgan chaqiriq haqida xabar berib mundaq deydi: Musa: "Ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysuninglar, uning tavakkul qilinglar", dedi. Naml surasi 101-oyat. Qur'on yana Firavun sergarlarining Musa alayhissalomning mo'jizasini ko'rgandan keyin iymon etganligi va Firavunning tahdidlarga pisand qilmagan holda mundaq deganligidan xabar beradi: Sergarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytqushlarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning mo'jizalariga iymon etganlarimiz uchun ayblayapsan. Parvardigorimiz, bizga sabr ato qilgin. Bizni musulmon bitimizcha qabzruh qilgin." A'rof surasi 124-125-oyatlar. Qur'on yana Isa alayhissalomning sahobalarining ayni vaqtda iymon etgan chog'dagi so'zlarini bayon qilib mundaq deydi: "Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lgunki biz musulmonlardanmiz."
Ali-İmran suresi 52. ayet. Yuqorqi oyatlardan ko'rilishi mumkinki, barliq payg'ambarlarning da'vat elchisi birli bo'lib, Allohdan kelgan vahiy yo'lini manba qilgan va o'xshash da'vatni asos yo'nalish qilgan. Bu yo'nalishni tutmang'ich payg'ambarlar va uni qabul qilib iymon etuvchilarga Qur'oniy iboralarda hammasi birdek bo'ysunish va ergashish, islom keltirish qatorliq ma'nolarni o'qtiradigan islom va muslim degan so'zlar qo'llanilgan. Bunundan görülüşü buldu ki, barlıq peygamberler haqdan ilgili bulup qalmay, ularning her biri özlerinin ilgili ötken peygamberlerinin haq üstüde ekenligini, peygamberlerinin hammasının o'xshash bir dinni ekenligini tasdiqlagan ve bunun guvohlik berishgan. Muhammed aleyhisselam bolsa, en axırki peygamber üstüde peygamberlikni ve dinning barlıq sohalarını mükemmelleştirip, xatimilik rolini jari qildırgandır. Şuna peygamber aleyhisselam öz hadisida bu noktalara işaret qilib mundaq degan edi. Men bilen başqa peygamberlerning misali go'yo bir uy bina qilib, uning bir talik sifatqichilik o'rnidan boshqa ahamiyatni mukammal va go'zal qilib qurib chiqqan kishining misoliga o'xshaydi. Uyga kirganlar uyga qarab, mushu qishning o'rnini hisob qilmaganda uy to'lim go'zal qurilibdi deydi. Mana men ashu kam qolgan o'rnini to'liqlaydigan qishning misoliga o'xshayman. Chunki payg'ambarlar men bilan tugallandi. Buxoriy 35. hadis, Muslim 2286. hadis. Bu yerda shuni deb o'tish ki, Peygamber aleyhisselamның Adem atadan başlap davamlashib kelgan dinni mukammallashtirguchi payg'ambar ekanligi uningdan ilgirki o'tgan payg'ambarlarga ham ma'lum edi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: O'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin aqida ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni shu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Alloh o'zinglarning va ta'valaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlarga billa guvohchi bo'laman. Guvoh bo'luvchilardan men dedi. Ali-İmran suresi 81. ayet. Mana bu ayet bir tarafdan Muhammed aleyhisselamның hamma payg'ambarlarning chaqiriqini tasdiqlaydigan islom dini bilan keldiganligini muayyanlashtirsa, yana bir tarafdan barliq payg'ambarlarning islom dini bilan bir sho'rda ekanligini muayyanlashtirdi. Barliq payg'ambarlarning dini islom dini edi. Deyishimiz mush sababdandir. Bismillahirrahmanirrahim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-qism. Yegani yaratquchi. 113 bet. İslamda aqida uqumi. Aqida so'zining lug'at va iste'mol ma'nolari. Aqida degan so'z arab tilidagi aqdun kalimasidan turlangan va shu asosda tilimizga o'zlashgan so'z bo'lib, chekmak, tugmak, bog'lamoq qatorliq ma'nolarga ega. Bu so'zning mazkur ma'nolari faqat moddiy shaylarga qatilgan bo'lmasdan, ma'naviy qimmatlarning o'zgarmas va chambarchas bo'lib bekitilishiga ishlatiladi. Uning yana buzilishga bo'lmaydigan ahdlarga, kishilar aro tuzilgan, xiloflik qilish bo'lmaydigan kelishim va to'xtamlarga ishlatilishi so'z tomirining asli kelib chiqishiga uyg'un bo'lib, bu so'zning moddiy va ma'naviy narsalarga o'rtoq qo'llanib kelinganligi shu sababdandir. Qur'on Karimda aqd so'zi degan so'zning yuqoridagi ma'nolar ekanligiga ishorat qilib mundaq deyilgan: Ey mu'minlar, aqidalar, ahdlarga vafo qilinglar. Maida surasi 1-oyat. Mazkur oyat kelgan aqd degan so'z bir jihatdan ikki taraf o'rtasidagi moddiy bog'lanishni ko'rsatsa, yana bir jihatdan buzilish va xiloflik qilinish bilan aslidagi puxtuligi va mustahkamligi yo'qolib ketadigan ma'naviy bog'lanishga erishiladiganligiga ishorat qilingan. Iste'molimizdagi aqida va e'tiqod so'zlarimi mazkur aqd so'ziningki aqd degan so'zdan kelgan bo'lib, bu ikki so'z bilan ularning asli so'z tomiri bo'lgan aqdun kalimasi va u ifodalagan ma'nolar orasida o'rtoqliklar mavjud. Ushbu o'rtoqlik shuni ko'rsatadiki, Oqod degan so'z yuqorida aytib o'tganimizdek, moddiy jihatdagi mustahkam tugunni chekilgan bog'lanishni ifodalab qolmay, ma'naviy jihatdan o'zaro bekitgan va'da,
ahda, to'xtam degandek so'z ma'nolar ifoda qildi. Shuningdek bu so'z aqida ilmi sohasida ma'naviyatdagi inson qalbiga haqiqiy o'rnagan, mustahkam chigilgan, har qanday gumon va shakdan xoli bo'lgan ishonch va tasdiqni bildirib kelgandir. Bu nuqtadan aytganda va aqida so'zlarini bir qadar umumliq deb qarash mumkin. Umumliq deganda haqiqat ustiga qurilgan tasdiqnimi, safsati ustiga qurilgan tasdiqnimi o'xshashla e'tiqod va aqida deb atash bo'lganligi ko'z tutildi albatta. Allama Bannanining e'tiqod degan so'zga bergan mono ta'birmi mushnoqdan chiqish qilgandir. E'tiqod haqiqatan uyg'un kelish yoki kelmasligining qat'iy nazar keskin, ammo o'zgarishni qabul qiladigan hukmdir. Ushbu ta'bir bo'yicha bo'lganda sog'lom e'tiqod haqiqatga uyg'un bo'lganidir. Mubodo haqiqatga uyg'un kelmasa, u chog'da bu uning buzuq e'tiqod ekanligini ko'rsatadi. Buningdan e'tiqod va aqida degan so'zlarning to'g'ri aqidagami, xato aqidagami ishlatilganligini, shundaqla mayli to'g'ri yoki xato bo'lsin, keskin tarzda ishonch bilan qilingan har qanday tasdiqlashni e'tiqod deb atashga bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Aqida degan so'zning istiloh ma'nosiga kelsak, u istilohda har qaysi qaratmaliklari bo'yicha xos ta'birga ega. Istilohda bu so'zga umumiy ma'nosi ko'rsatilganda bir xil ta'bir berilsa, xos ma'nolar ko'rsatilganda yana bir xil ta'bir berilgan. Shu sababdan ish-harakat va amallar garchi aqida asosida ado qilingan bo'lsa-mu, diniy aqida degan vaqtimizda aqidaning obyekti odatda amal va ish-harakat bo'lmay, ko'pincha e'tiqod qilish maqsad qilingan ishlarda bo'ladi. Umumiy ma'nosi bo'yicha aqidaning ta'biri va har qanday gumondan xoli keskin hukmdan iborat. Bu ta'birga asosan e'tiqod qiluvchining qilayotgan aqidasi to'g'ri yoki xato bo'lishining qat'iy nazar, uning qalbida ma'lum narsaga shaksiz ishonish va tasdiqlash vujudga chiqqanida bo'lsa, uni aqida yoki e'tiqod deb ishlatishga bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xos ma'nosida aqidaning islom dinining bir butun ta'limlariga ko'ra berilgan ta'biri ko'rsatilgandir. Ahli sunnat va jamoa olimlari islom aqidasi haqida mundaq bir qancha turli ta'birni bayon qiladi. Bular birinchi, aqida shariatda e'tiqod qilish va tasdiqlash vojib qilib belgilangan narsalarga shaksiz ishonishni ko'rsatadi. Imom Taftazani bu ta'birni izohlab bundaq deydi. Bu yerdagi e'tiqod qilish deganimizda shariatda e'tiqod qilish kerak narsalarni musulmon kishining o'z aqidasi qilib bekitishi ko'rsatiladi. Bu jihatdan aqida hukmi insonning diniy ishlarda e'tiqod qilishi va tasdiqlash kerak bo'lgan narsalarni ko'rsatadi. Ikkinchi, aqida ko'ngil tasdiqlagan, qalb xotirjam bo'lgan va egasining nazarida shak aralashib qolmaydigan darajada mustahkam ishonchga aylangan narsalarni ko'rsatadi. Ta'birlardan ko'rilishiga bo'ldiki, aqida e'tiqod qilg'usida hech qanday shak bo'lmagan, hamda gumon yoki farazga tayanmagan holatda reallikka uyg'un bo'lish tarafidan hozirlangan keskin ishonchdan iborat. Navoda bu ishonish keskin bilish va ilm ma'rifat asosida shakllanmasa, bu xil ishonishni haqiqiy ma'nik aqida yoki e'tiqod degili bo'lmaydi. Islom aqidasining aqida obyektlari Allohga iymon etish, Allohning farishtalariga, payg'ambarlarga, kitoblarga iymon etish, oxirat kuniga, yaxshi va yomon taqdirning hammasining Allohdan bo'lganligiga iymon etish. Shundaqla Qur'on va sahih hadislar isbotlangan va salaf solihlar birlik kelgan aqidaga doir masalalarga yoki g'aybga aloqador ba'liq xabarlarga shak qilmagan, gumon aralashtirmagan holatda ishonish. Allohning amr farmonlariga mutlaq bo'ysunish va Muhammad alayhissalomga shartsiz ergashish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xulosa shuki, aqida deganimiz payg'ambar tarafidan insonlarni iymon keltirishga chaqirgan, inson qalbi uningga bog'lanib to'g'riligini jazmlashtirgan, keskin haqiqat ekanligiga ishonib, mayli bu ishonish aqlni yoki vahiy chaqiriqlarini yoki sog'lom ongni manba qilgan va yoki bularning hammasini birdek manba qilgan bo'lishidan qat'iy nazar, ikkilanishga yoki shubhga o'rin qoldirmagan holda iymon keltirish kerak bo'lgan ba'liq narsalarga chin qalbidan ishonish va tasdiqlashdir. Mana bu ma'nolar va tadbirlarning hammasi Alloh taolaning shubhsizki haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan shak keltirmaganlardir. Hujurat surasi 15-oyat degan oyatning ruhidan kelgandir. Xos ma'no bo'yicha berilgan ta'birga nazar burg'animizda shartlari to'liq hozirlangan e'tiqodning qarig'larcha agish orqali emas, bilim, ma'rifat va dalil isbot asosida borliq keldiganligi aks ettirilgan. Mana bu alohida diqqat qilishimiz kerak bo'lgan nuqtamizdir.
Chunki yuqorqi ta'birga uyg'un e'tiqodning bilim, ma'rifat va ilmiy paketni asos qilmay turib shakllanalishi tasavvurdan to'liq bo'lib, mazkur nuqta Qur'on Karimda ta'kidlangan. Qur'on Karimda bu vaqtda bunday deydi: Bilginki, Allohdan boshqa hech ma'bud yo'qdir. Muhammad surasi 19-oyat. Oyatning bilgin ifodasi bilan boshlanishining o'zida shuni ko'rishga bo'ladiki, islom dini o'z ta'limotlarida oldi bilan bilim ma'rifat orqali bilishni ishga oshirishni, bo'limi Allohga doir aqidalarni dalil isbotlar bilan bilgandan keyin ondan aqida qilishni ta'kidlaydi. Iymon va aqidaning bilim ma'rifat bilan chambarchas bog'lanishi kerakligini tashabbus qiladi. Shunga buyuk olim Imom Buxoriy o'zining sahih hadislar to'plamida yuqorqi oyatga binoan bilim ma'rifatning amaldan avval tahsil qilinishi lozimligi haqida maxsus tiyim turg'izgan va kitobning 10-bobida amal qilishning bilim ma'rifat asosida bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. E'tiqod qilishmi o'z nafsida qalb amallari qatoridan bo'lg'achqa, tafsirshunoslarmi yuqorqi oyatni Imom Buxoriyga o'xshash ma'nolarda tafsirlagan edi. Tafsirshunoslardan Shayx Sa'di mundaq deydi: Oyatda bilishga buyruq qilish orqali qalbni tavranmas qilishning va qalbni ma'rifat bilan to'ldirishga lozim bo'lgan bilimlarni egallashning zarurligi maqsad qilingan. Alloh taolo buyurgan bu ilmda uning yakiganligini bilishdan iborat har bir insonga farz ayn qilib bekitilgan ilm, ya'ni tavhid ilmi ko'zda tutilgandir. Shuning uchun bu ilm har qanday ahvolda hech bir insonning zimmasidan saqit bo'lmaydi, balki har kimning tavhidni bilishi vojibdir. Demak, bilim ma'rifat aqidani barliqqa keltirib, uni mustahkam qurib chiqishdagi asosiy uldur. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karim ko'plagan oyatlarida to'g'ri e'tiqodga yetish uchun tafakkur qilishga, aql ishlatishga, izlanishga buyuradi. Tafakkur qilganlarni madilaydi. Shundaqla qarg'ularcha agish orqali botil aqidalarga taslim bo'luvchilarni aqlni ishlatmaganligi, tafakkur qilmaganligi bilan qattiq ayiblaydi. Masalan, Alloh taolo Al-Imron surasida shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'tirgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turadi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizadi. Al-Imron surasi 190 va 191-oyatlar. Deyish orqali tafakkur qilishga chaqirgan va tafakkur qilganlarni madiylagan bo'lsa, Baqara surasida har qachon ularga, ya'ni mushriklarga Alloh nozil qilgan narsaga, ya'ni Alloh payg'ambarga nozil qilgan vahiyga, Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bobolarimizdan qolgan dinga agishimiz deydi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'l bo'lmagan tursa, yana ularga agishamdi. Kafirlarni hidoyatga da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay, tavushini va nidoni anglaydigan chaharpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar haqni anglashdan gastur, haqni so'zlashdan gachidir, haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular vaz nasihatni tushunmaydi. Baqara surasi 170-171-oyatlar. Deyish orqali Allohni qo'yib, uningdan boshqaga cho'qingan va qarg'ularcha agashganlarni, aql farosatni, bilim ma'rifatni dalil isbotni asos qilmay, o'zgalarga taqlid qilish va dalil isbotsiz agishni asos qilganlarni qattiq ayiblaydi. Islom dinining dogma shaklida e'tiqod qilmasdan, bilim ma'rifat, aql farosat va dalil isbot asosida aqida qilish chaqiriqining bu qadar favqulodda ekanligini muayyanlashtirgan katta olim Imom Muhammad Abduh mundaq deydi: Aql va din ikkisi tunji bo'lib bir payg'ambarning tilori qilib nozil qilingan muqaddas kitobda qil sig'maydigan tarzda janjigar do'st sifatida o'tirib chiqdi. Buningdan ko'rilishiga bo'ldiki, islom talab qiladigan aqida hukmi navbatda g'arb madaniyatida aqida so'z o'rnida ishlatilib kelingan dogma degan so'z ifodalaydigan hukm bilan tubdan farqlidir. G'arbliklar qo'llangan dogma, aqida degan so'z ifodalaydigan ma'ni yuqorqidek avval tafakkur qilish, izlanish, ondan bilish, undan keyin tasdiqlab aqida qilishni bildiradigan aqida degan so'zga tanglash bo'lolmaydi. Chunki g'arbning qo'llangan so'zi insonning hech qanday surishti qilmay turib, butunlay taslim bo'lishini talab qiladigan diniy aqidalar yig'indisi degan ma'ni ishoratlaydigan so'z bo'lib, bu xil hukmni ifodalaydigan so'z albatta islom dini iste'molidagi aqida, e'tiqod so'zlari ifodalaydigan ma'nodan to'liq yiroqda.
Biroq bumu islomning e'tiqodga bo'lgan tunishi bilan g'arbning diniy e'tiqodga bo'lgan tunishi orasida osmon-zamin farq borligini ko'rsatadi. Albatta, islomning e'tiqodda tutgan bu xil pozitsiyasi uning e'tiqod bilan ilmni bir gavda qiladigan, aqida ta'limotlarida dalil isbotga to'yinish oshirilgan, aqidaning eng asosiy talablariga uyg'un keladigan bir din bo'lishlik xosligidan kelgandir. Istilohdagi aqida uqumi bilan aqida ilmi o'rtasidagi farq. Aqida olimlari musulmon kishining aqidasini mustahkamlashga, iymonini kuchaytirishga yordam bo'ladigan botil aqidalarga radiya berib, dinning e'tiqodiy haqiqatlarini namoyon qiladigan ilmni aqida ilmi degan nom bilan ataydi. Oldingi temada bayon qilganlarimiz aqidaning uqum va insonga tatbiqlangan amaliyot asosidagi ta'biri bo'lsa, bu yerda bayon qilinadigan ta'bir islom aqidasiga mustaqil bir ilm sifatida qarab berilgan ta'birdir. Undaqda aqida ilmi qanday ilm? Aqida ilmi mustaqil ilm sifatida Allohning ism sifatlari, qilim etimlari haqida, shundaqla farishtalar, payg'ambarlar, avliyolar va imom yetakchilarining ahvoli, koinotning boshlanish va oxirlash masalalari, oxiratga g'aroyib hodisalar qatorliq g'aybga aloqador masalalarni islom dini manbalarida kelgan ilmiy metod asosida tadqiq qiladigan, aqidani mustahkamlab, turli shubihlik va bid'at qarashlariga radiya beradigan ilmdir. Bu ilm usuluddin ilmi, tavhid ilmi, ilohiyat, teologiya ilmi, kalom ilmi, sunnat ilmi, fiqhul akbar qatorliq bir qadar ismlar bilan atalgan bo'lib, bu ilmning yuqoridagi har xil atilishidagi sabab ismlarning har birida aqida ilmining ma'lum xoslik asosi o'rin qo'yilganligidandir. Olimlar muayyanlashtirib o'tganidek, ma'niga ism yoki ta'bir bilgan narsaning mohiyatini ifodalab berishga ta'sir bo'lmagan ahvolda ilmiy va diniy sohalarda atalg'ular ko'p bo'lsa, shundaqla ma'lum shay'ining bir qancha taraflari ko'rsatilib nom yoki ta'bir berilsa kerak yo'qdir. Shunga aqida ilmi mayli uning dinning asos, ana ma'nilarini asosiy tadqiqot obyekti qilganlik uchun usuluddin ilmi yoki al-fiqhul akbar, cho'ng fiqh ilmi deb atalgan bo'lsin, yoki uning ozg'in aqidalarga kuchli radiya berishda kalomni so'zni ko'p qilish kerak bo'lganligi nazarda ilinib, kalom ilmi deb atalgan bo'lsin, va yoki bu ilmning javhiri uning yakka xudolik shuari bo'lganligi uchun tavhid, bir xudolik aqidasi ilmi deb atalgan bo'lsin. Hammasi bir ma'nini, ya'ni dinning aqida masalalari ustida tadqiqot qiladigan ilmni ishorat qiladi. Bu jihatdan mazkur ilmni har qaysi maslak ahli nima deb atishidan qat'iy nazar, mohiyatda hammasida o'xshash bir obyekt ko'z tutilgandir. Aqida olimlarimi mazkur ilmga bu ilmning yuqoridagi alohida taraflarini gavdalantirgan asosda ta'bir bergan bo'lib, qaramoqqa hammasi o'xshamagan iboralar orqali ta'bir bergandek qilsa-mu, mohiyatda muddao jihatdan o'xshash ma'nini, ya'ni aqida ilmining aloyiligi, vazifasi yoki xosligini ifodalashni asosiy o'ringa qo'ygan edi. Qadimda Ibn Xaldun jamiyatshunoslik ilmiga asoslangan shahona asari Muqaddima nomli kitobida aqida ilmiga aqidaga doir aqliy faktlarni o'z ichiga olgan va aqida masalalarida xato yo'lda yurgishlarga radiya berish vazifasi bo'lgan ilm deb ta'bir bergan bo'lsa, yana boshqa olimlar yuqorqi o'xshib ketadigan, faqat qisman farqlarga ega boshqa ta'birlarni berishgan. Aqida ilmi to'g'risida Imom Iji va Imom Taftazani qatorliq aqidashunos olimlar tovandikicha ta'bir berdi. Aqida ilmi diniy aqidalarni faktlarga tayangan, shubihlarga radiya bergan asosda o'zgalarga isbotlab va izohlab berish iqtidoriga ega ilm. Imom Muhammad Abdu mundaq deydi: Aqida ilmi Allohning mavjudligi haqida, shundaqla Allohga va uning payg'ambarlariga nimani isbotlashning vojibligi, nimani isbotlashning joizligi va nimani isbotlashga bo'lmaydiganligi haqida tadqiqot qilgan ilm. Azhar Universitetining hozirgi davr aqidashunos olimlaridan professor doktor Hasan Shafi'i islom aqidasi haqidagi ta'birlarning hammasini yig'inchoqlab, aqida ilmiga tovandikicha ta'bir berdi. Aqida ilmi Allohga, payg'ambarlikka va g'aybga munosabatlik ahkomlarning haq ekanligini dalillar orqali isbotlash va bu vaqtdagi shak shubhalarga radiya berish to'g'risidagi tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan ilm. Aqida ilmi yuqoridagi har xil ta'birlar bilan izohlangan bo'lsa-mu, diqqat qilganimizda ta'birlarda ifodalangan asosiy mazmunning mundaq ikki nuqtaga markazlashganligini ko'ra olamiz. Bular: birinchi, islom aqidasi va uning aloqador masalalarni dalil va faktlar asosida isbotlab chiqish.
Ikkinchi, aqida masalalariga qarata tashlangan shubhalarga ilmiy usulda radiya berish. Bu nuqtalarga asosan aqida ilmiga tövendeki ta'bir berishimiz mumkin. Aqida ilmi dalil va faktlar asosida diniy aqidalarning haqiqatini bayon qilib berish va uning bu haqdagi shak shubhalarga radiya berish vazifasini o'z ustiga olgan ilmdir. Ko'rib turganimizdek, aqida atalg'usining ta'birida uning hukm jihatdan ko'z tutiladigan va amaliy tatbiqlashda ishlatiladigan ma'nosi asos qilingan. Aqida ilmining ta'birida bo'lsa, uning xarakteri va vazifasi asos qilingan. Bu yerdagi aqidaning ta'biri bilan aqida ilmi o'rtasidagi farq, aqida hukmiga nazariy ilm nuqtasidan emas, hukm va tushunish nuqtasidan ta'bir berilgan bo'lsa, aqida ilmiga xuddi boshqa nazariy bilimlarga o'xshashla mustaqil nazariy ilm nuqtasidan ta'bir berilgan. Izohat. Yuqorqi aqida hukmi va aqida ilmining ta'biri haqida bayonlar berildi. Shu nuqtadan askarchi so'rarki, biz navbatda iste'molda qo'llanib kelgan aqida atalg'usi saodat davri bo'lgan payg'ambar davrida teg'i maydonga kelmagan. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on Karim va hadislarda biz navbatda ko'z tutayotgan istilohdagi aqida atalg'usi tilga ilinmagan, balki birla atalg'u, ya'ni iymon atalg'usi qo'llanilgan. Undaqda bu atalg'uning saodat davrida qo'llanilmaganligi yoki uning Qur'on va hadislarda hozirgi istiloh ma'nosi bo'yicha zikr qilinmaganligi uning bid'at atalg'u ekanligidan va ilmiy sohada qo'llanishdan cheklanishining zarurligidan darak beradi. Albatta undaq bo'lmaydi. Chunki aqida atalg'usimi xuddi shariatdagi boshqa ilmlarda payg'ambar davridan keyin maydonga kelgan atalg'ularga o'xshashla ilmlar oddiylikdan murakkablikka, ixchamlikdan tafsillikka qarab manganlikdan, shuningdek ilmiy va atrofliq tushuntirilishga yordam bo'lish uchun diniy bayonlar turli taqsimotlarga ayrilib izohlanishi zarur bo'lgan davrlarda borliq kelgan. İlimlərinin hər qaysı sahələrə ayrılışı və iç-içidən ajrab müstəqil tədqiqat obyektlərə təqsimlənişi, nəticədə hər birinin müstəqil ilim olub şəkillənişi, etiqadqa dair məsələlərinin ayrım-ayrım tədqiq qilish və onu müstəqil nəzəriyyəyə ega qilish, həm də bunun tərkibində bu məsələni ana şundaq atalğılara ayırış və təqsimləş zəruriyyəti tutuldu. Şunun üçün aqida atalg'usimi xuddi shar'iy bilimlardagi boshqa yangi va ijodiy atalg'ulardek shar'iy jihatdan qo'llanishi yo'lliq va zarur bo'lgan islohlar jumlasidandir. Shunga qadimdan tortib olimlar bu atalg'uni xuddi hadis ilmi, tafsir ilmi va boshqa ilmlardagi shariatga muxolif bo'lmagan, shariat bayonlarini atrofli tushuntirishga yordam bo'ladigan atalg'ularni qo'llanib kelganiga o'xshash hech qanday g'arazsiz qo'llanib kelgan edi. Shuning uchun dinning ro'yiga muxolif bo'lgan ilmiy va diniy atalg'ularning shar'iy itoat o'lchamiga uyg'un shaklda maydonga kelishi va ishlatilishi tamoman yo'lliqdir. Bu yerda aqida degan so'zning sunnatda yoki hijriyaning dastlabki 3 asrda yashab o'tgan ulamolarning bayonlarida kelmaganligini sabab qilib, bu so'zni shar'iy so'z qatoridan sanamaslik tashabbusda bo'layotganlarmi yo'q emas. Ularning qarashicha bu so'zni cho'qim payg'ambar yoki salaf solihlar avval ishlatgan bo'lsa, ondan uning shar'iy asosi bo'lgan bo'ladi. Biz bu shubhaga qarata tövendeki radiya beramiz. Birinchi, oldi bilan yuqorida qayd qilganimizdek, navoda bir so'z islomning asosiy prinsipi va maqsad ro'yi xilof bo'lmasa, shar'iy ilmlarda u so'zni istiloh va yoki atalg'u sifatida qo'llanishga bo'lganligi hamda uning shar'iy jihatdan biror cheklamaga uchramaydiganligi ko'pchilik olimlar tomonidan muayyanlashtirilgan va bu nuqtada ular orasida ixtilof yo'qdir. İkinci, məsələyə obyektiv qarğan vaxtımızda aqida degan so'zni shar'iy bayonlarda kelmagan yoki salaf solihlar tilida ishlatilmagan degan da'voning o'zi asossiz bo'lib, ilmiy asosga ega emas. Chunki bu so'z hadis sharifdimi hamda salaf solihlar tilidami kunimizga ilmiy istilohga yaqin ma'noda ishlatilgan. Masalan, payg'ambar alayhissalom 3 turli xislatga aqida bo'lganlar kishi jannatga kiradi degan hadisda mazkur so'zni ishlatgan. Hadisda amalni Allohga xolis qilish, ish egalariga nasihat qilish, jamoatni qo'ldan bermaslik qatorliq uch xislat tilgangan bo'lib, hadisni Darimiy rivoyat qilgan 229 numurli hadis. Mazkur hadis to'plamini taqiqlagan Husayn Salim Asad bu hadisni hasan deb ma'lumlashtirgan. Hadisning ma'nosi shuki, musulmon tilga ilingan uch xislatni qalbiga mahkam o'rnatib amal qiladigan bo'lsa, bu uch xislat uning jannatga kelib kirishga yetarlikdir. Yana ma'noda qaraydigan bo'lsak, mazkur so'zning juz'iylarining Qur'on Karimda kelganligini, sahoba kiramlarning ushbu Qur'onni bayonga qarta bergan izohlarda mazkur so'zni ishlatib, uning ma'nosini yechib izohlaganligini uchratamiz. Alloh taolo bunday deydi: "Alloh
savallik bilan qilgan qasminglar uchun javobgarlik tortmaydi. Lekin qasddan qilgan qasminglar uchun javobgarlik tortadi. Maida surasi 89-oyat. Aisha radhiyallohu anha yuqorqi oyatdagi bima aqattumul ayman degan bo'lkiga bergan tafsirida bu bayonning behuda qasam masalasi ustida bo'layotganligini, odatda arablar Alloh bilan qasamga degan qasam uchun emas, balki da'vatgan so'zning rostligini ta'kidlash va birovni ishontirish uchun ishlatilganligini bayon qilib bunday degan. Arablar ma'lum bir ishda jidallashib qolsa, Alloh bilan qasamki, azbiroyi xudo undaq emas, qasam qilayki degandek so'zlarni ishlatadi. Ammo bu ularning qalbida mahkam o'rnagan narsa emas edi. O'qid degan so'z yuqorqi oyat hamda hadis sharif va sahobalardan kelgan naqllarda har xil variantlar bilan garchi kunimizdagidek isloh ma'nosi bo'yicha ishlatilmasimi, ammo lug'atdagi so'z ma'nosi bo'lgan bog'lash, chigish, mahkam o'rnash degan ma'nolarda ishlatilganligini ko'ramiz. Salaf solihlarga eng yaqin mu'tazilalardan Muhammad Nasr al-Maruzi hijra 294 vafot bo'lgan. Bundoq degan: Allohni sehi emas, go'zal madiyaga tegishli zot emas deb e'tiqod qilgan kishi kufr aqidadagi kishidir. Imom Ibn Surayj hijra 306 vafot bo'lgan. Bundoq deydi: Qur'ondagi mutashabih oyatlarga bo'lgan aqidamiz shuki, biz bu oyatlarni muxolif yo'l tutquchlarning ta'villariga ergashmasdan, tashbihchilarning tashbihlari bo'yicha tafsirlamasdan shartsiz qabul qilamiz, rad qilmaymiz. Imom Tabari hijra 310 vafot bo'lgan. Bundoq deydi: Alloh taolo mu'minlarning so'ziga o'xshaydigan so'zlarni qilib, ammo qalbida deganlarning aksi aqid qilganlarni munofiq deb atagan. Bu vaqtda Alloh taolo payg'ambarga xitob qilib bunday deydi: Munofiqlar sening oldinga kelgan chaqda guvohlik beramizki, sen haqiqatan Allohning payg'ambaridirsan deydi. Sening haqiqatan Allohning payg'ambari ekanligingni Alloh biladi. Alloh guvoh berdiki, munofiqlar haqiqatan yolg'onchilardir. Hakim Tirmizi hijra 320-yilda vafot bo'lgan. Bundoq degan: Qalbida Allohning yakkiyona, sheriki yo'q ekanligiga aqida qilgan, Rabbini tunib, o'zini uning topshirgan kishi haqiqiy musulmondir. Yuqorqi manbalardan ko'rilish mumkinki, aqida va uning bilan to'mirdosh so'zlar payg'ambar davri, sahobalar va ularning izbosarlari bo'lib, umuman salaf solihlar tilida joriy bo'lgandir. Albatta, ilmiy isloh qo'llanishda yuqorida aytganimizdek, navoda yangi ilmiy va yoki diniy atalg'ular diniy tekstlarda yoki salaf solihlar tilida kelmagan taqdirdami, bekitilgan shartga uyg'un kelsalar, uni qo'llanish cheklangan emas. Ushbu fikrimiz aqida degan so'zning kuchiga ega. Shar'iy dalillar orqali bu nuqtani to'liqlab bayon qilib qo'yishimizning sababi kelsak, bu bir tarafdan mazkur so'zni qo'llanishni shariat ilmi nuqtasidan to'g'ri emas deydigan yuqorqidek da'vochilar uchun raddiya hisoblansa, yana bir tarafdan shuningdek islom aqida sohasiga qaratib aytilgan vaznsiz va o'rinsiz shubhalar uchun javobdir. Kuchli qarashga asoslanganda aqida degan bu atalg'uning hijriya 3-asrdan boshlab ilmiy atalg'u sifatida ishlatilishga boshlaganligi va hijriya 4-asrda kunimizdagidek rasmiy qiziqlashgan ilmiy islohga ega so'zga aylanganligi ma'lumdir.
Hakim Tirmizi Hijriy 320-yilda vafot bo'lgan. Mundaq degan: qalbida Alloh yana şirki yo'q ekanligiga aqida qilgan, Rabbini tunib o'zini uning topshirgan kishi haqiqiy musulmondir. Yuqorqi manbalardan ko'rilish mumkinki, aqida va uning bilan to'mirdosh so'zlar payg'ambar davri, sahobalar va ularning izbosarlari bo'lib, umuman salaf solihlar tilida joriy bo'lgandir. Albatta, ilmiy isloh qo'llanishda yuqorida aytganimizdek, ilmiy va yoki diniy atalg'ular diniy tekstlarda yoki salaf solihlar tilida kelmagan taqdirdami, bekitilgan shartga uyg'un kelsalar, uni qo'llanish cheklangan emas. Ushbu fikrimiz aqida degan so'zning kuchiga ega. Shar'iy dalillar orqali bu nuqtani to'liqlab bayon qilib qo'yishimizning sababi kelsak, bu bir tarafdan mazkur so'z shariat ilmi nuqtasidan to'g'ri emas deydigan yuqoridek da'vochilar uchun radiya hisoblansa, yana bir tarafdan mushuningdek islom aqida sohasiga qaratib aytilgan va o'rinsiz shubhalar uchun javobdir. Kuchli qarashga asoslanganda aqida degan bu atalg'uning Hijriy 3-asrdan boshlab ilmiy atalg'u sifatida ishlatilganligi va Hijriy 4-asrda kunimizdagidek rasmiy qiziqlashgan ilmiy islohga ega so'zga aylanganligi ma'lumdir.